Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's-salâh. Hayy ale's-salâh. Hayy alel-felâh. Hayy alel-felâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Alaykum ekran aldidagi bütün dunyodagi Sharqi Turkistonlik qarindoshlarım. Hammanglarning mushu Ramazon oylaridagi har bir kunlarini muboraklayman. Shuning bilan birga mushu yaqinda tahi Amerika Kongressida Uyg'ur inson haqlari qonunining qabul qilinganligini qutlug' tabriklayman. Shu munosabati bilan bugun bu ekranda biz sizlar bilan mushu Uyg'ur inson haqlari qonuni to'g'riliq ma'lumot, muloyiza fikrlarda sizlar bilan birga bo'lmoqchi. Ekranda bugun men Zuhra Isa Norvegiyadan, Amerikadan Ümit Uyg'ur apandi, Norvegiyadan Erkin Ro'z apandi, Germaniyadan Abdurimja apandi sizlar bilan birga hamsuhbat bo'lmoqchi. Ekranimizga kelganinglarga rahmat. Әмсә biz sizlarga bu tunishlik bo'lgan apandilarni endi ayrim tunishtirishimiz bo'ldi deb o'ylayman o'zlarini. Men savollarni so'rayman. Bu apandilar, bu akalarimiz bizga javoblarni berib, xalqimizga shu Uyg'ur inson haqlari qonuni to'g'riliq ma'lumotlarni, tunishlarni bizga yetkazishgan degan umiddaman. Endi men so'zlarimni boshlay. Rahmat. Bo'ldi. Rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men yetib keldim. Aldı bilan Amerika Kongressi Senatosida qabul qilingan Uyg'ur inson haqlari qonuni Xitoy davlatining Uyg'urlarni yo'qotish uchun yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtata olamdi. Agar bu qonun tasdiqdan o'tib yo'l qo'yilsa, Sharqiy Turkiston xalqining taqdirida jiddiy bir burilish yuz beramdi. Mushu mazmunda bir fikrlashgan bo'lsak, rahmat sizlarga. Hamsa oldi bilan kim boshlaydi? Qaysi apandi, qaysi akamizdan boshlaydi? Assalomu alaykum. Men qarindoshlar bu qonunning assalomu alaykum. Butun dunyodagi barliq vatan sevgan qarindoshlar, yana takrar ro'z kunlaringizga muborak bo'lsin. Sizlar bilan didor yana yuz ko'rishganligimdan xursandman. Hadi men sizlar deb ketishimdagi asosli sababmi har birimizga o'xshash. Mushu qonunning chiqqanligidan zaten men butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimiz
naiti xoşal deb o'ylayman endi. Endi Zuhra xonim degandek, mushu Amerika Kongressidan o'tgan bu qonun endi bu yerda millatimiz hozir duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikning oldini olamdi degan savol ekan. Endi savol yaxshi savol. Haqiqatan bu millatimiz bugungi kunimizda kechiringlar, irqiy qirg'inchilik ahvolda turyapti. Savolni Zuhra xonim nayt yaxshi so'rabdi. Irqiy qirg'inchilikning oldini og'ili bo'lamdi degan tema asosliq. Ovozim beryapti deyman, shundaqmi? Ha, keladi. Aha. Nima anda bo'lgan bo'lsa, menmi meniki qiziqqan savolmi meniki qiziqqan temamga kelganligi uchun shuning uchun men bir savolni devlaydim. Xabarlanadi bo'lgandek o'tgan yildan tortib men shu vatandosh millatdoshlarimga shu Xitoylarga bo'layotgan yurgizayotgan Xitoylarning Uyg'urlarga yurgizayotgan ya'ni Xitoy hokimiyatiniki bu siyosatini men bir irqiy qirg'inchilik deb o'tirib millatim bilan ko'pincha do'stlarimiz bilan o'rtoqlashgan. Endi degankidek bu yerda o'tgan yil mayli sosyal medyada bo'lsin, mayli Amerika amaldorlarida bo'lsin va yoki dunyoning ham yerda bo'layotgan namoyishlarga qarasak, bu yerda genocide, irqiy qirg'inchilik yoki stop genocide degan bu lozunga hamma narsalarni biz odatda sosyal medyada chiqayotgan barliq xabarlardan tortib mush tema endi. Shuning uchun men bu qonunning chiqishidan nihoyat xushal bo'ldim. Endi men bu qonunni irqiy qirg'inchilikning oldini olish qonuni deb atadim. Endi irqiy qirg'inchilik, masalan, to'plum holatda qirilib ketishning oldini olish qonuni, ya'ni irqiy qirg'inchilikning oldini olish qonuni deb hisobladim mening nazarimda. Chunki mazmun, xarakterdan qaragan chog'da ham o'tgan yilda yuz bergan biz to'g'riliq bo'lingan namoyishlar, Amerika Kongressi bo'lsin, butun dunyodagi muzokaralar mushu bizning maslimizga tutgan pozitsiyasiga asosan men bu irqiy qirg'inchilikning oldini olish qonuni deb atadim men deb. Endi anda bo'lgan bo'lsa, irqiy qirg'inchilik degan nima? Bunga to'xtalmasak bo'ldi. Irqiy qirg'inchilikning oldini olish bo'lgandan keyin anda bo'lgan bo'lsa, millatimizga biroz tushunchalik bo'lish uchun bu irqiy qirg'inchilikning bosqichlari qanday bo'lgan vaqtimizda irqiy qirg'inchilik bo'ladi degan narsani mencha tushuntirib bersak to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Endi irqiy qirg'inchilikning bosqichlari balkim o'xshamagan davlatlarda o'xshamagan shakl bo'yicha insonlarimizning ko'z oldiga kelishi mumkin. Ammo bu yerda har bir odam nayt ko'p kinolar ishlangan, ko'z oldimizda nayt ko'p kinolarni millatimiz, vatandoshlarimiz ko'rdi. Masalan, Yahudlarning 2 dunyo urushi mazgilidagi irqiy qirg'inchilik kinolarini menimcha ko'rmagan vatandoshlarimizni yo'q deb o'ylayman. Shuning uchunmi bu qonunni men shu vaziyatlarni biroz o'rgandim. Shuning uchun bu irqiy qirg'inchilikni oldini olish qonuni deb atadim. Anda qo'ygan bo'lsa, nima uchun men irqiy qirg'inchilikni oldini olish qonuni oldini ola oladi deyishimdagi sababim, bu yerda men bir nechta turli alternativlarni deb o'taman. Masalan, 1933-yildagi Gitler hokimiyati taxtga chiqqandan keyin uning ayni vaqtida tutgan hokimiyati naqli bir partiya. Aynı vaqtda Gitler hokimiyati bu yerda SS'chilar va SA'chilar botdi. Endi Abdurahimjon yaxshi bo'ldi. Bu yerda SS'chilar bu SA'chilarni o'ltirib, cho'ldan yo'qdi, faqat bir partiya holatiga kelgan. Xitoy hokimiyatiga qarasaqmi, bugun kommunistik partiya faqat bir partiya. Ikkinchidan, ularning diktator vositasi, diktator usuli yana ayni. Uchinchidan, bularniki mudom maqsadi, masalan. Bu yerda ayni vaqtda 33-yili Gitler hokimiyatining taxtga chiqqan vaqtida nihoyatda siliq usul bilan o'sha Xitoy hokimiyatiga o'xshash shaklda Yahudlarni har yerlardan yig'ib, sizlarga ish beramiz, sizlarga o'rgatamiz, hatto madaniyat o'rgatamiz degan bahonlar bilan bularni concentration camp, agar shu 33-yildagi voqealarni bilaman deysanglar, ashan ossanglar concentration camp deb chiqadi. Bu kamplarning ochilishi, bu yerga to'plum Yahudi va boshqa millatlarni, asosliq Yahudlarni yig'ishi, bir yig'ilish usuli. Ikki, Xitoy hokimiyatiga o'xshash ayni vaqtning o'zida shu nasistlar hokimiyati nihoyatda chiroyli usul bo'yicha bularga ish berayotganligini xuddi vatandagilarga ko'rsatdi-ku. Ish beryapmiz, mana ziyorat muxbirlar kirgan bo'lsa, usul o'ynayotgan yerlarni har turli narsalarni ko'rsatgan. Masalan, Yahudlar ayni vaqtida masalan Chexda ochilgan bir jazo lagerda ashuning o'xshash ish berayotgan nihoyat xotirjam hayotni ko'rsatgan. Endi yana birisi Gitler hokimiyati taxtga chiqqandan keyin bu yerda fan texnika, ilm-fan, iqtisod nihoyat tez taraqqiy qilgan.
Xitoy hokimiyatiniki bugun 30 yillik tarixi qarasanglar, Amerika 150 yilda bosgan taraqqiyotni hozir Xitoy hokimiyati 30-40 yilda bosdi desak to'g'ri bo'ldi. Endi uchinchidan, buni tartib bo'yicha demay, masalan, yana bir alternativi, masalan, ilm-fanning taraqqiy qilishi. Ayni vaqtida Gitler hokimiyatidami bu yerda ilm-fan taraqqiy qilgandan keyin tajriba obyektiga, ya'ni jonliq tajriba obyektiga ehtiyojlik tuyulgan. Şu vaqtlarda mı Yahudlarning masalan ayrim uylarga kirib, masalan Polshaniki Krakow shahri, Minsk Krakow shahrida Auschwitz jazolageri bor. Aşağılarga borsanglar ko'ralaysizlar. Bu yerda ayrim tajriba obyektlarining bo'lishi, tajribaxonalarning bo'lishi. Masalan bugun vatandoshlarimizni qarasaqmi, Uyg'urlarning masalan hayat holatda organlarini Arab davlatlariga, musulmon davlatlarga zaten halol organ sifatida setayotganligi hech kimga sir emas. Endi bunu hem de dep kelsak, shunday alternativlar jiq, eng oxirgi hal qilg'ish ya qaysi degan vaqtingizda irqiy qirg'inchilikni oldin oldi deyishimdagi sababim Yahudlarni toki shu 1941-yilga qadar har turli usul bo'yicha o'ltagan bo'lsa, 41-yilga kelgancha to'plam o'ltagan. Masalan, hozir bizga bu concentration camp jazolagerining amaliyoti boshlanishi vaqti 2015-2018 kelgancha yuqori bosqich chiqdi. Bu jarayon hamda shunday. Endi Ikkinchi dunyo urushi mezgilidagi qarasak, masalan 33-dan 40-yilgacha bo'lgan jarayonning o'zida tinch holatda Yahudlarni o'ldirish usuli. 40-yilga kelgan vaqtida rasmiy Ikkinchi dunyo urushi boshlandi. Anda qo'g'as 41-yilga kelganda Yahudlarni to'plam holatda o'ldirdi. Masalan, hozir bizga selishtigan vaqtning o'zida orasida taxmini 5 yil farq qilindi. Men nima uchun o'tirib bugungi kunning o'zida bu qonunni irqiy qirg'inchilikni oldin olib deyishimdagi sababim o'tgan yil taqalgan shu Xitoy virusidan keyin butun dunyoni men o'tirib bir to'liq holat bir urushning ichiga kirdi deb o'ylayman. Demak, Ikkinchi dunyo urushidagi Yahudlar bilan bugungi Xitoy kommunistik hokimiyatining bizga tutayotgan siyosatini o'ylasak, ayni usul mening ko'zimga ko'ringan butun alternativ ishlatgan hili mekrlardan tortib diktator usuli tajriba hamma narsa ayni to'g'ri keldi. Faqat biz u yerda millatimizda qanchalik oldi to'plam holat qirdi biz buni bilmaymiz. Ammo bu qonun masalan oldimizda xuddi Yahudlarning 41-yili Auschwitz jazolagerida to'plam holat qirgandek inshaalloh bundaq ishlarning bo'lmasligini umid qilamiz, ammo Xitoy hukumatini bunda qilmaydi deya olmaymiz. Masalan bugungi qanchalik jazolagir va qanchalik odamlar kirdi, qanchalik odamlar bor, buni Yahudlarga to'plam holatda qirib tashlaydigan bundaq ishlarni biz hech qanday qadam qilmaydi deb o'tirib buni garantiya berolmaydi. Bu moyat usuli tutayotgan narsa o'xshash bo'lgandan keyin shuning uchun men bu qonunni irqiy qirg'inchilikning oldini olish qonuni deb atadim. Endi bu savolning asli manbasiga kelsak, olamdı degan vaqtimizda mencha Amerika g'arb dunyosiningki o'tgan yili bizning pozitsiyamizni tutayotgan bu jiddiyligi, qonunni ma'qullash bo'lsin, namoyish bo'lsin, Mike Pompeo apandim va Amerika amaldorlari butun dunyoda bu shu jazo lageri masalasi butun diqqatni qartishi, demakki shu orqali bu qonun chiqishi, mencha bo'lgan vaqtimizda bu qonun rasmiy qonun bo'lib yo'li qo'yilgan havolasida bizning millatimizning inshaalloh kelgusida shu Yahudlarga to'plam holatda qirilib ketishningki oldini mencha oladi deb o'ylayman. Chunki boy deganimga o'xshash mazmunlar endi mening tushuncham shu endi. Oldini oladi deb o'ylayman. Aytganlaringiz kelsin. Men shunga bir ozroq qo'shimcha qilayman, Erkinning fikrlariga qo'shilma, oldini oladi degan fikri qo'shilma. Endi mishada oldini olalash yoki olanmaslik masalasi bu qonun chiqarib Amerikaning prezidenti qabul qilsin deyli. Hozir rasmiy Amerikaning prezidenti qabul qilib bu qonun oltiga o'tgani yo'q. Hozir bu 3-bir bosqichda hozir. Endi masalan kongressga qaytdi, kongress ya'ni Avam palataga qaytdi desak, Avam palatadimi tasdiqlanishga shaxsan men nihoyatda ishonchli qoldi hozir buni tasdiqlaydiganligiga. Nimishga degan chog'da bu yerda Amerikaningki umumiy siyosati hozir mayli demokratchilar bo'lsin, mayli bu jumhuriyatchilar bo'lsin, hozir bu yerdagi umumiy xalqningki bu chunki Amerika bir demokratik davlat, bu yerda eng muhim bir narsani bilib olishimiz kerak.
demokratchilari bilan jumhuriyatchilari davlatning ichida bir-birini yeydi. Xuddi ma Turkiyadagi o'xshamagan partiyalar bir-birini naitashi eg'ir gaplar bilan tanqid qilib, ammo bu tanqidlar nima degan chog'da ma Uyg'ur siyosatining ichidagi bilan farqli tarafi. Masalan, Uyg'ur siyosatining ichida hozir o'xshamagan fikr qilgandila dushman ko'rib bilish bor bu yerda. Xuddi shu dushmandek ashunga dushman Xitoyga qilgan nafrat bir tuyg'usi paydo bo'lish bor. Ammo bu yerdagi Amerikadagi Amerikadagi davlatlardagi bo'layotgan muxolifatchilik deymiz. Bu muxolifatchilik nima degan chog'da butun hamma qarshiliklar shu davlatning manfaati uchun bo'ladi. Bu yerda hech bir shaxsiy adovat yoki birisidan o'chib bilish emas. Bular bir-birini shunchalik ig'ir gaplar bilan tanqidlarni qilgan bo'lsa-mu, shu tanqidning tegida davlatning umumiy manfaati yotadi bu yerda. Hamda Cumhuriyetçiler ve demokratçılar degan masalaga kelsak, davlatning ichida albatta bularning tortishilgan, birlik kelinmaydigan nurg'un yerlari bor. Endi ammo nada birlik kelaydi desa, davlatning umumiy manfaatiga to'qingan masalalarda darhol birlik kelaydi bular. Masalan, o'sha Xitoy virusi to'g'riliq, bu Xitoy virusininki bütün Amerikaga emas, dunyoga tahdid qilayotganligini bo'libmi Amerikadek Yevropa davlatlarining Amerikaning manfaatiga ig'ir ziyonlar olib kelayotganligini xalqining hayotiga to'qindi. Masalan, bu koronavirus, Xitoy virusi sababidan o'lgan inson, Vietnam urushida o'lgan inson, Pearl Harborda o'lgan Amerikaliklar bilan 9-11-2001-yili qo'sh bino portlaganida o'lgan insonlarning to'plamidan ishib ketdi hozir. Ya'ni bu yerdagi bu jiddiyatga diqqat qilishimiz kerak. Bu yerdagi jiddiyat Amerikalikninki jiniga, ya'ni Amerika grajdanlarining jiniga taqalyotdi. Bu yerda Amerikada bir millat yo'q. Masalan, Amerika grajdani deydi, Amerikalik degan gap bor. Bu yerda palonchi ya u millat, bu millat degan narsa yo'q. Bu yerda shu Amerikalik degan narsa bor. Shuning uchun bu yerda o'zini Amerikalik deb o'ylagan har bir inson Amerikaning manfaatiga taqaldimi, shu qizil siziga ashada bularninki. U burun qanda do'sib o'tgan bo'lsin, qanda nim bo'lgan bo'lsin, faqat har millatning ichidan chiqqan satqullar bo'lganga o'xshash, bu Amerikaning ichidan chiqyotdi ancha-muncha satqullar. Lekin umumiy vaziyat nega ketib bordi desa, Xitoyni Amerikaningki eng ashaddiy dushmani deb bilgan yerga keldi hozir. Endi erkinninki bu qonun irqiy qirg'inchilikninki oldini ola oladi deganiga, ya'ni bu tamamen to'g'ri. Endi hozir Amerikaningki bu qonuniningki Kongressdan tasdiqlanadiganligiga shunchalik ishonchim bor mening. Nimishga degan chog'da texi bulto'lar o'sha demokratchilar bilan jumhuriyatchilari hech qanday taraddudsiz 407 odamningki ovozi bilan bir odamningki ovoz bermasligi bilan qabul qilgan bir qonun. Endi uni qo'pib yana texmi mukammallashtirib akilib endi bu kengash palata ya'ni senator qabul qildi. Bu yerda bularningki tortishib hal qilinmayotgan bir masalasi yo'q. Umumiy vaziyat shu Xitoyga qarshilik. Endi bir narsani unutib qolmasligimiz kerakki, bu qonun tasdiqlansa, masalan prezident tarafidan tasdiqlanib, hozir Kongress tasdiqlab prezidentga yo'llandi. Prezident bu tasdiqladi deyli, arzuyimiz, armonimiz shu. Bu qonunning amallashtirilmasligida yana biz Uyg'urlarda bu gap. Yani özümüz rol oynaymiz. Yani özümüz rol oynaymiz. Bu yerdagi eng muhim bir masala nima degan chog'da men prezidentningmi, ya'ni inshaalloh prezidentningmi buningga qo'l qo'yganligiga men ishonaman. Nimishga degan chog'da bu demokratik davlatda 400 necha millat vakili, ya'ni xalqning ichidan chiqqan 400 necha kongressmen qo'l qo'ygan narsani prezident qo'pib men yo'q deb rad qilishigimni ishonmayman. Bu yerda xalqningki vakillarining, ya'ni shu kongressmenlarningki senatorlarning o'rtaq qabul qilayotgan bir narsaga prezident qo'pib men yo'q desa, bu yerda o'zininki prestij deydi, nima deymiz, o'zininki xalqqa bo'lgan
obrazıga mı daxil etadi bu yerda. Shuning uchun men bu yerda tasdiqlanishiga ishonaman, ammo tasdiqlangandan keyin bu qonunni tasdiqlanib esib qo'yish kerakmi? Masalan, nurg'un qonunlar va qonun bo'lib chiqqan, ammo amallashmayotgan. Endi bu yerdagi eng muhim bir nuqtasi bor. Mana bu hozir biz bu qonunni tasdiqlanadi degan umid, ishonch bilan o'tiraylik-da, masalan. Bu tasdiqlandi. Nastiraymo Ümit akaday. Aha. Hozirgi necha qonunlar tasdiqlangandan keyin bu qandaq rol o'ynaydi deganni so'zlamoqchi bo'lyapsiz. Buni biz keyingi savollarda desak qandaq bo'lar? Ha, bo'ldi. Erkiy qirg'inchilikqa Ammo ta'sir qila olamdi degani qirg'inchilikni to'xtatish yo to'xtatolmaslik yana shu Uyg'ur xalqi o'zimizga bog'liq. o'zining roli to'g'rida aytdingiz. Undaq bo'lsa, Abdurimja akim so'zlab bo'lsa, biz keyinida shu savollarni so'rab qonunning roli to'g'rida bir tushunchaga ega bo'lsak deb qarayman. Evet, man geldimi? Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Assalomu alaykum, Zuhra xonim. Siz bu ekranga xush keldingiz. Nihoyatda yaxshi bir o'zgarish bo'ldi. Abiyatni yog'i mavo ikki qarindoshimiz shundoq tafsili yaxshi gaplarni tushuntiryapti. Bir yerim gapni unutib qolsa, men deyman deb shundoq plan qilib tursam, unutib qolmay, demib qoldi. Shuning bilan amal yo'q, medirlab baxtim, u yoq bu yoqqa. Bo'lmadi. Endi men yana tekrar zuriyat yo'q. Buningki qonunninki rol o'ynashi, erkak qirg'inchilikni to'xtatalash, yoki ta'sir ko'rsatish yoki bizningki Sharqiy Turkiston xalqi, Uyg'ur xalqininki taqdirda bir burilish hosil qilish, chegara ichidagi burilish bir vaziyatni shakllantirish, boshqa rol o'ynay olamdi deganda, xo'sh, endi bu hozirgacha shu qonun to'g'riliq mendan mujiq gap so'rab ketdi. O'tgan yillarda shu qonunni o'ltigan qotillar deb jiq so'zlayotgandim. Men 2009da bu qonunni o'ltigan qotillar deb so'zlagandan keyin shu nurg'ulg'an kishilar mendan so'rab, qonun qanday narsa? Shu qonun yo'l qo'yilib qolsa, tasdiqlanib qolsa, vatanimiz ozod bo'lamdi degan qadar shuncha so'rab ketgan. Men o qonunni o'qib, tarjima qildirib, u yo'q o'zim inglizchani yaxshi bilmagandan keyin shunday javob tortib yurib, shuni shunday qilib javob berib yurib, qildim. Hamda shu jarayonlarda nurg'unlagan bergan javobimda bu qonunninki xuddi umid hozir degandek shu oxirgi dedi-ku, onunki rol o'ynamaslikda o'zimizda masala dedi. Ben oşunda del Tibet to'g'risidagi nurg'unlagan qonunlarni misol oldim. Tibetga qarta nurg'un qonun tasdiqlandi. Ammo Tibetlikda faqat faoliyat qilishdan, chet elda faoliyat qilib, qoqshashdan boshqa bir aktiv bir vaziyat bo'lmadi. Minglagan Tibetliklar ochliq e'lon qilinmadi bu qonunning oqsida turib. Minglagan Tibetliklar Oqsaroyning oldiga berib yetib olamadi. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben Tibetli eğitmakçı emez. Ama tayyor bulgu günü oldu Tibetli bu rehberler. Fakat Tibet'e Amerika favqulodda çoğun iş kılıvatıdı o deyimiz. Ne belgen çağda 10 milyonlap, 20 milyonlap maaş erişti. Ama Tibet'in içinde rol oynayamadı bu kanunlar. Tek oynayamadı. Demiş qalganda ama şu bizninki vatanda qirg'inchilik qilayotgan shu Chanchingo degan kafirning o'zi Tibetda ijro qilgan bu lager masalalarini, qo'shmoq tuqqan siyosatlarni Tibetda ijro qilib, dod-bandiyat tuzib, undan keyin bizning vatanga kelgan. Endi demak, bu qonunninki bizningki vatandagi Xitoyning lagerlarini derhal takımısımız bundan keyin lagerga adamlarni solab ketishinin oldini olish ve shuningdek vatandagi xalqimizga bir az umid bag'ishlab, ilki dada bolasdan gumon qilib, eri xotinni chaqishtirib, menda so'litayotgan ishlarning o'zini oldini olishga rol o'ynaydi degan chog'imizda albatta bu qonunni tasdiqlanib bo'lib qolsa, Salih Xudoyormi Oqsaroyning oldidagi namoyishni tashib ketmasa, belki o yalnız zaptili cuma etmesi vakırab cümestiyen aşağının özde kırındaşlarımız köplep ergi vakırgıl çıksa dünyanın hakkası cayları da Amerika elçihanının aldıları da namaş ötkelsek kanunu tebriklep
ham shu qonunni darhol ijro qilib Xitoyning o'ziga besim ishlatishga biz turtki bo'lib talab qilgan chig'imizda ondan keyin u qonun xudoyim bo'lsa rol o'ynaydi. Bak cho'ng roli bor bu qonunniki. Amerika deganiki Amerika masalan nurg'un davlatlarga shunday qonunni tangdi, qonunni ijro qilib nurg'un davlat diktator davlatlarga tangdi. O davlatlar qabul qilmagan chog'da beshiga bomba tashlab turib, uni ijro qildi. To'g'ri. Albatta buning orqasida biz turishimiz kerak. Rahmat, men shu siz degandek mush irqiy qirg'inchilik bo'layotganimizni, millatimizning zulmat tortayotganlik dalil isbotlarini texmi to'xtatmay namoyon qilib o'zimizning rolini texmi joriy qildirib maqsad bu qonun cho'qim bizning shu davlatimizda yurib turgan irqiy qirg'inchilikqa ta'sir yetkazib to'xtata oladi degan yakun keldinglar uchlar afandilar. Shunda qarayman. Hamsa ikkinchi savol o'tib ketsak bo'lamdi. Bo'ldi. Savolingiz jiqqa avvalda qaragan chog'da. Savolim bakchiq 11-13 savolim bor. Shunga men javob berishim savolga yo'tkazsam degan o'yda agar sizlar bo'ldi. Ümit akamiz bize narazı olup kaldı mı? To'sib qo'ygandim. Yo'q, astag'firullah, ama shu savol jiqqa unda olgandan vaqtida savol jiqqa shu mazmuni sizlar yetkazgandikanlar to'xtab biz mazmunga yetkazsak degan taklifni bermoqchi. Amsa yana bir savol. Navbatda Amerika hukumati tarafidan ma'qullanish oldi turayotgan shu Uyg'ur inson haqlari qonuni bundan burun 2009-yilmi bir qatim o'tirg'i chiqqan ekan. Amsa shu vaqtida qaysi zaruriyat tufaylidan o'tirib qo'yilgan, ya'ni bu 2009-yildagi mush qonunninki bir qatim chiqib yo'qolib ketganligini shu Amerikadagi bizning Solih Xudoyor qarindishimiz namoyish qilib shu davosiga qo'shilgandan keyin bayqab chiqdi deymiz. Ham buni cho'qim e'tirof qilishimiz kerak har bir sharqistonlik qarindoshlar. Nima uchun shu vaqtda shu qaysi zaruriyat tufaylidan o'tirg'i chiqqan degan bir savolni qo'yib qoldim hamsa boshlasanglar. Yana men oldida davosam bo'lamda. Bo'ldi. Ikki fikrim bor. Mushu savol so'ralgan chog'da shu savolning o'zi markaziy turib javob berishga tirishsak vaqt uzrab ketmiz. Men boshqa gapim yo'q. Bo'ldi. Zuhra xonimning degandek zurriyat degan narsa hamda 2009-yildagi mening javob berganim qaysi zurriyat bo'yicha o'tirg'i chiqdi. Nima uchun o'tirg'i chiqib qoldi bu qonun degan gap hozir savol shunday chiqdi hozir. Men buni hamda men bir necha alternativni meniki kallamga kechgan masalan bu narsalarning hammasini men o'zim bir siyosat qiziqchi odam bo'lgandan keyin biz siyosiy nuqtadan tushuntirishga hamda men qiziqman. Millatimiz albatta qolgan narsa to'g'rimi xatomi taqiq baqsi bo'ldi. Hamda nima uchun bu 2009-yili bu qonun ma'qullanishga zarur bo'lib qoldi desak, biz bu 2000da mening doim qaraydiganim 2001-yildagi bu Amerikadagi ikki binoning tushishi bilan munosabat deb o'ylayman. Nima ish qilgancha Amerikadagi ikki bino tushgandan keyin 11-sentabr tushgandan keyin mening kallam eng qattiq diqqat qilgan qaysi desa Amerika masalan Afg'onistonda terrorizmga qarshi jang ochadigan vaqtingizda butun dunyodagi davlatlar bilan suhbatlashgan. Ya terrorizm tarafida turinglar, ya bizning tarafimizda turinglar deb bu ultimatumni qo'ygan vaqtning o'zida har bir davlatningki bu yerda Amerika taraf tutgan vaqtning o'zida men oladigan manfaat qaysi degan bu yerda manfaatni qo'ygan. Bu yerda bu rasandi. Shuning bilan Xitoy hukumati qaysi talabni Amerikadan o'tirib qo'ygan degan vaqtingizda Uyg'ur degan millatni bu yerda terrorist tizimlikka chuqur kirgizib turishni o'tirib qo'ygan. Men buni Qozog'istonda ayni vaqtida bu yerda o'ris tilida chiqqan vaqtda meniki bir do'stimiz bor, shu o'tirib tarjima qilib shunday talab kirganda, shu yig'in bo'layotgan chaqda. Nima ish qilgan vaqtingizda erkin Uyg'urlarni terrorist tizimga kirib ketsa, Xitoy endi bu bizning vatandagi barliq Uyg'urlarni kirgizadigan bo'ldi. Xudoga shukr, xulosasi gap bu yerda Amerika shu vaqtdagi George Bush hukumati Uyg'urlarni terror tizimga kirgazmay, ayni vaqtida terror rayonida turayotgan bir turkum qarindoshlarimiz bu yerda qurol topshiriq unmay mantiqa ideya jihatdan bu bizning ko'k bayrog'imizni Amerikadagi Washington qadashni iborat bu strategiyada yanmagandan keyin bu yerda ma'lum bir kishilarni terror tizimiga kirgizib, andin bu ishlar qildi. Demak, bu yerda Xitoy hukumatining boshdan oxir Uyg'ur millatini terror tizimiga kirgizib yo'qotishdan iborat bu strategiyasi bor. Endi bu yerda ikkinchi shu 2001-yildan keyin bu yerda dunyoda Amerikada qarasanglar bu yerda o'ymilik jihatlarda bir krizis yuz berdi.
Bu krizis uzrab kelib 2008 kelgan chaqda Fransiyadan boshlab butun Yevropaga taqildi. Shu yerda bu dunyoni boshqarayotgan nurg'un kapitalist davlatlar, kapitalist boylar Amerika, Yevropadagi iqtisodiyotga kechiringlar. Turaqsizlikni mas'ul qilib Xitoyga ko'chishni, Xitoyga to'plam holatda ko'chishni bu yerda shart qildi. Andaq bo'lgankan bu yerdagi shart qaysi degan chaqda Xitoyning bu yerdagi hozirgi Ipak yo'lining strategiyasini mablag' bilan ta'minlashdan iborat bu asosga erishdi Xitoy hukumatı. Andaq xo'sh, andaq bo'lsa hozir bugun deyotgandek 65 davlatni o'z ichiga olgan Ipak yo'li strategiyasi shu baylarning hozir Amerika, Yevropadagi 500 dan ortiq korxonaning Xitoyga ko'chishi bilan bu Xitoy buni qurishning qonun asos qildi. Andaq bo'lgan bo'lsa başta 2001 yıl Uygurlarni terör tizimine kirgizishini shart qilgan Xitoy bu yerda qo'liga kelgan naq huzur bo'yicha Ipak yo'l ep bo'lgan taqdirning o'zidimi, rivojlangan taqdirdimi, yana Uyg'ur millatini yo'qotishning strategiyasi har bir davlatlarga suhbat o'tkazgan chaqda buni o'zining oldingi shartiga qatoriga qo'ydi. Şunu bilan bu yerda Amerika hukumatı buni oldin shu vaqtning o'zida sezdi. Demak 2001 bu yerda o'tirib biz qarshi turdik, endi bu xalqaro tijoratchilar u yerga borgandan keyin Xitoy kuchayib maqsa bu razil niyatidan yana bir qator yonmadi. Andaq bo'lgandan keyin bu yerda deyotganim butun Amerika emas, Cumhuriyetçiler Partiyasi meni ko'z tutayotgani buni millatimiz tushunish kerak. Shu vaqtki George Bush hokimiyati, shu vaqtki hukumat amaldorlarining tushunchasi shu mening o'qig'inimda. Bu yerda Xitoyning yana Uyghur milletini qirg'inchilik qilishdan iborat bu strategiyasi yonmadi. Andaqkan biz bu millatga o'tirib qo'g'dab qilish uchun xuddi Tibetliklardek bizdan bir xatolik, bir qo'g'dash, bu yerda o'tilib qolmasin degan zurriyatlar bu qonunni o'zi tuzib bizning o'sha vatandoshlarimizga qo'liga berdi endi. Afsus, bu qonun hammamiz bilamiz, bayatimi deyishib o'tgandek, ba'zilarning ostida qolib qoldi, ma'qullanmadi. Navodi ma'qullangan bo'lsa, bugungi jazo lageri biz echilmaydi deb hisoblaydik. Mening tushuncham shu. Mishada men bir qo'shim chiqib qo'yay, men erkin nayti to'liq tushundirdi buni. Meningki bu nima zaruriyatdan bu Uyg'urlar to'g'riliq qonun chiqish zaruriyati bo'ldi deganga men hamda buningda ikki nuqtadan qarayman. Birisi albatta aniq qivatmasak bo'lmaydigan bir masala bor. Bu Amerikaning siyosati bu Uyg'urlarni bek bir amroq yaxshi ko'rib ketgandan ya bir urug' tuqqanchiligimiz yo'q, hamda oydinda qetqichmaganmiz Amerika bilan. Bu narsani aydın qivatmasak bo'lmaydigan masala. Uyg'ur xalqimiz vatanni Uyg'ur o'zi ozod qildigan iroda shu ishonchiga kamligicha bu vatan ozod bo'lmaydi. U ozod qilib beramiki, bu ozod qilib beramiki yoki mush Uyg'ur qonunidanmi bizning Uyg'urlarni ozod qilib o'tamdiki mush qonun deydigan umid to'p qolsa bo'lmaydi. Bu bir qonun. Hech qanday bir davlat yana bir davlatni o'zining manfaatiga to'g'ri kelmasa qo'llamaydi. Faqat bu yerda aydin qildigan narsa Uyg'urlarningki qirilishi shu yerda shu azob uqubatni tortayotgan Uyg'urlarningki ahu zori mushu qonunlarning layihalanishiga turtki bo'ldi deb qarayman bir tarafdan. Ikkinchisi davlat manfaatini birinchi o'ringa qo'ygan bundaq kuchli davlatlar, masalan mushu ikki binoninki portlatilishidan keyin Xitoy Astritin Talibanni qo'lladi. Bu yerda bir aniq bir narsa bor bu yerda. Masalan, oxirgi mezgillarda bu o'ttirg'i chiqdi. Taliban Bejingda ishxona qurib, zada nihoyatda cho'ng bir Xitoy bilan hamkorligi oshkorlandi. Shu amaliyotda shu 2001-yillardami mayaqdan Amerika Afg'onistonga kiraman degan vaqtida Xitoy amaliyotda Afg'onistonningki Talibanni qo'llagan. Mushu askeri siyosiy jihatlarda biz bilmaydigan nurg'un narsalar bor bu yerda. Shuning uchun bu Amerikaningki umumiy jon manfaatiga to'qingan, askeri strategiyasiga to'qinganligi uchun albatta bu yerda Uyg'urlar masalasi birinchi o'ringa chiqadi. Hamda Tibet bu yerda Amerikaning davlat manfaatiga biz davlat manfaatini o'ylab turib munozirlashgan vaqtimizda diqqat qilishimiz kerak bir narsa bor. Tibetliklarga hozir iqtisodiy har jihatdan Amerika boya Abdurimjon deb o'tib ketgandek qulayliklarni yaratib berayotgan bo'lsa-mu, ammo Amerikaningki umumiy joni-jon davlat siyosatiga
en uygun keladigan dava Uygurlarning davası. Çünkü bir yerde gerçi Xitoyga aşık, Xitoy bilan ayrılanmaz, qiyniga Xitoy ruhi kirib ketgan bir qism Uygurlardan boshqa, bir qism deyapman, barmoqni sanig'idek, bir qism Uygurlardan boshqa umumiy Uygurning qiynida yotgan bir urushiman, otiman, kerak bo'lsa jinimni tikima bu vatanga, ammo men mustaqil bo'laman deydigan jonni tikish ruhi bor. Ammo Tibetliklarninki mau o'zlarining diniy liderininki yetaklishi va siyosatining yetaklisida bular va dinning majburiyatidan bo'lishi mumkin. Biz so'qishmaymiz, tinchlik bilan xohlaymiz, biz urush qilmaymiz deydigan siyosati bor bularninki. Masalan, 50-60 yilning oqmagan shu bir ustalga kelib kelishsak degan narsadek ahmagan siyosatning orqasidan Boya Abdurimjon degandek pulni xashlab o'ynab 19 million pulni xashlab yuribdi Tibetliklarmi? Ammo Uyg'urlarninki jon qonga singib ketgan bir ruh bor bu yerda. Biz kerak bo'lsa bir azroqli bir bizga o't yiqilsa biz urushga tayyor hozir. Shuning uchun Amerikaninki siyosiy askariy strategiyasiga eng uygun kelgan qo'llaydigan xalq Uyg'urlar biz bu yerda. Shuning uchun bu yerda shunda qonunlarninki o'tirg'i chiqishiga sababchi bo'lgan narsa buni mushu deb qarayman. Ben ishga qiz mushu Uyg'urlarninki hakikaten ümitli mesela can menfaatiga taqishadigan deganda to'g'ri, Amerikaniki bu menfaatiga taqashdi degandek Ipak yo'li bu rivojlansa bu Xitoy hokimiyatiniki bu Ipak yo'ldan foydalanib 65 davlatni o'z ichiga olgandan keyin bu yerda iqtisodiy jihatlardan bu yerda Amerikaning siyosiy kontrolligida dunyoni boshqarishda bor siyosiy kontrolligiga asosan bu Xitoyga o'tib ketadigan aniq qanday. Gapni bunday yig'moqchi emasman. Bu yerda demoqchi o'g'lim bu narsa şu vaqtidan tortib meni yo'ritib bormoqchi bo'lgan narsa, masalan, mushu Ipak yo'li rivojlanish jarayonida har bir davlatninki Xitoydan oladigan foydasida bu Uyg'urlarning rolining qanchalik rol o'ynaydiganligini davlatlar tunib yetgan. Masalan, buning bir misoli qaysi degan chaqda 7-oyning 5-kundagi men o'rganib kelgan chaqda bu voqea nima uchun kelib chiqdi degan vaqtingizda men ma'lum davlatlarning buni planliq o'rlashtirish deb o'ylayman. Lekin bu to'liq bir isbotli narsa emas. Masalan, 7-oyning 5-kuni bir hafta burun bizning Sharq Turkistonga vatanga kimlar borgandi? Xabaringlarda bor. Masalan, shu vaqtda o'zida Erdo'g'an hokimiyati, Ahmed Davud o'g'li Erdo'g'an hokimiyati shu voqea chiqishdan bir hafta burun Turkiyaning 40 nafar shu yuqori diplomat amaldorlari bizning vatanga berib turib, shu yerga berib turib ziyorat qildi. Erdo'g'an Çarşı bazardan başladı. Bizdeki bakkal bazardan başladı. Davutoğlu Qashqardan başladı. Anda qo'z bu yerda bir unutib qoldigan bir narsa bor, xalqning ko'ziga sig'magan. Turkiya istixboroti ziyoratni nereden başladı deysanglar, Beijingdan başladı. Demak bu yerda bu qanday kelib chiqdi, u bu jarayonlar tunmayman. Bu yerda har birida oldigan manfaat bor. Erdo'g'an efendim bu Turkiyaga qaytib kelib bir hafta bo'lgan vaqtimiz bu to'polon chiqqandan keyin Erdo'g'an buni irqiy qirg'inchilik dedi. Andaq bo'lgan bo'lsa manfaatni ep bo'lgandan keyin ta bugunga qadar turib irqiy qirg'inchilik bo'lavasa irqiy qirg'inchilik deb turib deydimi? Butun dunyo o'tirib buni irqiy qirg'inchilik desa Erdo'g'an efendim buni deyamidi. Demakki bu yerda Ipak yo'li strategiyasida Amerikaning manfaatiga Uyg'urlar qanday taqashgan bo'lsa, boshqa davlatlarning manfaatiga Uyg'ur manfaati shunday taqashgan degan gaplarni men endi qistirib o'tmoqchi. Rahmat, meningki gapim tugadi. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi. İşki qarindoshlar yaxshi tafsili tushuncha berdi. Shu 2009-yilda o qonunninki qanday zurriyatdan ma'qullanmoqchi bo'lgan desa, endi balki Amerikaning jonijon manfaatiga zurriyat, ya'ni jonijon manfaat zurriyatidan o'tirg'ich kelib chiqqan deyishni bakarak tashabbus qilmoqchi bo'lsak, unda bo'lsa u qonunni nima uchun yo'qotibsa, Amerika o'zining jonijon manfaatini nima uchun qo'g'dimi degan bir savol aqliga kelib chiqib qoldi. Onu Zöhrem sorusu buldu, ben soruvatay. Ya, endi meseleninki favqulodda chunqur bir yerlardan, favqulodda yuqori sistem taraflaridan tahlil qilib ketmaymiz. Yani o'zimizga ko'rinib turadigan
insonlarga Amerika davlati desin bir inson Donald Trump odamlarni urib yurgan odam ekan u bir odam ham o'z vaqtida tarsa bir odam umuman hozir mitillab qo'ydi haqini. Ya'ni odamlik bir hissiyotini chiqish qilib turib aytgan chog'imizda 2009-yili Urumchida qirg'inchilik bo'ldi, nihoyatda vahshiy qirg'inchilik bo'lib ketdi. Bu chog'ning o'zida Rabia xonimning pichig'ining oldi ham keyini kesayotgan chog' Amerikada o'ltirib. Ondan keyin Xitoy Rabia Qodir xonimning ustidan, Dunyo Uyg'ur qurultiyining ustidan terrorchi falonchi deb e'lon qildi shu vaqtda. Mushu qirg'inchilikni Rabia Qodir yetakchiligida elib berildi. Yana bu bilgunchilik harakati deb Xitoy o'zi nihoyatda bekdonkini chiqardi bu ishninki. Bütün g'arb axboroti shu vaqtda bu Urumchilik voqealarini zodi kun tartibga keltirib o'tirib chiqdi. Chiqqandan keyin endi Amerikadagi san'atlar Uyg'urlarga kuyindiganlar bor. Bu davlat emas, odamlar. Odamlarning o'zi buni balkida aqsda istixborot bo'lishi mumkin, aqsda strategiya bo'lishi mumkin. Odamlar ep chiqqandan keyin o qonun ma'lum yo'lga kelgan chaqda bizning odamlarimiz tarafidan yo'qotib etildi bu qonun. Bizning odamlarimiz tarafidan yo'qotib etilgandan keyin ularning o'zi saqlab beqib Uyg'urlar bunda qonun lozim emas o'xshaydi deb uzun yillarni, ya'ni 10 yillarni o'tkazyapti Amerika. Bu yerda biz o'zimizningki qurban berilayotganligimizni o'zimizning xuddi Amerikaning prezidentlariga o'xshashlan bir go'shviyan qondan tarkib topgan bir inson ekanligimizni biz qirg'in qilinayotsak Amerikaningki senatlari va boshqa cho'ng amaldorlari chavoq chamaydigan hatto bizni qirg'in qilib turib Xitoy bizni qirg'in qilib turayotgan bir vaziyatdan foyda oladigan guruhlarga qarshi boshqa bir guruhlar Amerika hukumati bu guruhlar balkim ko'zur o'rnida qo'llanishi mumkin. Shunda bir do'qmush keldi. Naq shu do'qmushda biz bu ko'zurni qo'llanaylik deb o'tirib chiqqandan keyin shuning bilan bu Rabia Qodir yaman eski bir ayol bu ayolning davrida bu qonun tasdiqlanib ketib qolsa bak mashhur kuchli texmashi o'lib sabit bo'lmaydi buni. Kuchli bo'lmagandan keyin bu qonunni hozircha yepib turaylik. 2012 eng kechikkanda 2012-yili yalnız 2010-yil 4-oyda ep tashlaydigan plan bor. Strategiya shunday plan. 2010-yili 4-oyda Belgiya Yevropa parlamentida ochgan bir yig'inda Rabia Qodir xonimni resmi ep tashlaydigan plan bor bularning strategiyasi. 2010-yil 4-oyda buni ep tashlayotgandan keyinlar Ondan keyin bu qonun darhol Hans deydigan odamga deplam o'ziga yaqin do'st bo'lgandan keyin Hans endi ochqa qonunni tasdiqlaydigan vaqt keldi. Endi bizning Shorka, Wang Shorkaning o'zi rasmiy dahiy bo'lgan vaqt keldi. Ochqa o'tirga deymiz deb bu planni tuzgan bu ishga ketdi. Ammo Rabia Qodir xonimni ep tashlaydigan chog'da biz bir guruh odamlar hujum qilib borgandan keyin uni ep tashlayotmay qoldi. 2013-yil ep tashlamoqchi edi Yaponiyadagi qurultay. Bu yerda ep tashlayolmadi. Bu oraliqda Hans bu yerdan yo'qolib ketib qoldi. O qonun ko'mikda qoldi. Buni ep tashlayotolmadi. Ep tashlayotmadi. Shuning bilan bu 10 yil o'tib qoldi-da, ep tashlayib qo'ydi. Bu qonun unutulib ketdi. Endi demak, bu ikki qarindishimizningki tahlili umumiy daira bu. Davlatningki favqulodda strategiyasi, davlatlar orasida bo'ladigan munosabatlar, iqtisodiy munosabatlar manda nuqtadan tushundirdi. Men Uyg'urlar o'zimiz ko'zimiz ko'rib turgan nuqtadan oddiy bir insoniy nuqtadan chiqib buni tushundirdim. Ish qilib hamma taraf albatta bu bizning to'lqingan savollar. Rahmat, men shu yerda to'xtab qolay. Tugandi o'mishning bilan Müşahede Abdurrahman'ın gepiga bir qo'shim chiqib qo'yay. Abdurrahman aytdi muhim bir nuqtani o'tirib qo'ydi. Amerikada hamma odam, ya'ni boyaman deb o'tgandek bütün millatlarda bir o'zining shaxsiy manfaati uchun xizmat qiladigan insonlar bo'lganga o'xshashlar. Amerikada mu ana shundaq Amerika'nın canı menfaatiga emas, o'zining menfaati uchun boshqa davlatlarga, boshqa davlatlarning istixborotiga setiladigan odamlar oz emas. Masalan, bu siyosatining ichida o'tgangi programmalarimizda biz deb o'tib ketdik, Amerikadagi siyosat lobbichilik degan narsani mangdigan, ya'ni qonunlashgan bir lobbichilik mangdi bu yerda.
Hem de kanunlaşkan lobicilik degenligi bu lobicilik degenimiz kanuni kanunlaşkan paraxorluk ameliyatda bu. Şu kanunlaşkan paraxorlukta mesela Xitayninki qo'llagan Xitoy iqtisodiy kuch chiqargan bir yo'linishning orqasiga ergishib ketadigan siyosatchi bo'lamdi deganda albatta insonchilik u bo'ladi. Har bir millatda o'zining manfaatini o'ylaydigan insonlar bo'lganga o'xshash. Bu Amerikadami o'xshamagan millatlardan o'xshamagan millat vakillari bor, senatorlar bor, kongressmenlar. Shundaq insonlar aşı Xitayninki qo'llashi bilan balkim mushundaq muhim Amerikaning umumiy manfaatiga foydali narsalarni balkim astidan shu lobichilikning qonunlashgan paraxorlikning natijasidan bostirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ipim tegdi. Kesek bulamdı. Bo'ldi. Rahmat. Undaq bo'lsa bu qonun bu şu vatanimizdeki 3 milyondan artıq qarindoshlarimiz şu Xitayning Nazi kampları deyman men lagerlarda yetib turatıdı. Şularning taqilishida turkilik rol oynay alamdı degan savol. Başlanlar abse. Xo'sh. Abdurrahimjon. Bu lagerninki taqilishida turkilik rol oynay alamdı deganda bunun qabiliyatini bir xil javob berib ketgan o'xshaymiz. Biz oldin ola javob berib ketganmiz qaraganda. Albatta, mushu qonundagi moddalarning ichida borki, shu Uyg'urning inson haqlari deganda ekan, jamiyatda erkin yashash huquqi, bekatdan-bekat undaq ommaviy so'lab qo'ymaslik huquqi degandek nurg'unlagan huquqlar qonun ichida bayon qilinadi. Albatta bu qonun tasdiqlansa, Xitoyga balkim iltimotum topshirib, mana ijro qilishadi. Ondan keyin Amerikaningki o'zidagi inson haqlari komitetlari, kongress qaraydigan komitetlar kirib biz tekshiramiz deb, u yerda tekshirish olib boradi. Shuning o'xshash g'arb davlatlariniki, Amerika ittifoqdoshlarininki davlatlarning inson haqlari komitetlari u yerga tekshirishga odam o'maklar, hay'atlar kirgizdi. O'chaqda Xitoy o lagerlarni hozirgidek undaq mustahkam boshqarib ketolmaydi deb qarayman. Albatta, o'nda bir o'ngishlish bo'ldi. Ya'ni umumyuzlik darhol taqilib millionlagan Uyg'urlarni chiq deb qo'yib beryapmizmi? Ammo hozirgidek vahshiylikka xotima berilib, az to'la yaxshilandi, ondan keyin u yerda yeydigan tomoqlar yaxshilandi, odamlarning u yerning ichidagi hayot muhit bir oz yaxshilandi deb qarayman men. Lekin taqilib ketishning o'zigacha endi u Xitoy uni osonlikcha ham o Xitoy diplomatiyada asıllıqcha yenildigan davlat emas. Diplomatiyada asıllıqcha bosh egmaydi. Bir tarafdan mushni ko'tirib kammigichilik, yana bir tarafdagi o og'izdagi gapga asıllıqcha bosh egmaydi. Endi shuningga birinchidan biz turkilik rol o'ylasak chet elda turib, ondan keyin har qaysi davlatlar, shu Amerika bilan ittifoqdosh davlatlardagi Uyg'urlar buning aqisini suylab davomliq yeni guvohlik berib tursa, ondan keyin albatta bu asta qo'yib berilishi tabiiy buni qo'yib berdi Xitoy, Uyg'urlarni yana lagerdan chiqirdi. Ham oxirida shu ma'lum bir dilo turg'izilib, ama adamlar jinoyati bor deb ep qolganlari suzilib qolishi mumkin. Ammo umumyuzlik lagerdan Uyg'urlarni tez vaqt ichida chiqarib taqilishi uchun rol o'ynaydi deb qarayman. Unda yenilam shu bizningki chet eldagilarningki roli muhim. Men shunday qarayman, men ikki qizli gap qilay. Chunki 2018-yili Amerika bilan Xitoy bilan o'tirisidagi savdo urushi boshlangandan tortib millatimiz nurg'un narsalarga biz ishini planlagan bu savdo urushi manfaat bilan bo'ldi, avuldi, mavuldi dedik. Eng oxirida bu insonlik tragediyasi bilan butun dunyodagi insonlik tragediyasining bir boshlanishi qachon oxirlashida buni bilmadik. Ammo hozir ko'rinayotgan mavjud vaziyatdan qarasak, shu Xitoy virusi tufaylidan Xitoyninki masalan hozir savdoda asta-asta yengilayotganligini ko'ryapmiz.
Xitoydan o'tirib nurg'un korxonalarning chekinayotganligi, masalan, chekinayotdi degan chog'da Amerika korxonalari. Demak, bu yerda Amerika mushu masalani turklik ro'ylanish uchun Amerikaning millatimizdan boshqa qo'lida har turli ko'zirlar bor deb o'ylayman deb. Andaq bo'lgandan keyin agar bu qonun boy deganda qonun bo'lib o'tirib qo'yilgan vaqtning o'zida amaliy ijro qilinish bosqichiga kirgan vaqtimizda bir shart qo'ygan vaqtimizda menimcha buningga Abdurimjon va qarindoshlarimiz degandek men turklik rol o'ynaydi deb o'ylayman. Millatimizning yana uxlab qolmaslik shart ostida. To'g'ri. Turklik rol o'ynaydi deb men o'xshash fikrda hamda eng muhim masala yanıla şu boya deganimizdek biz Uyg'urlar o'zimizda hozir masalan o'ylab baqayli Uyg'urlardan o'zininki oilalari urug' tuqqanlarini lagerlarga solinib ketgan va yoki solinib chiqqandan keyin nihoyat ig'ir zaxmlangan ruhiy jihatdan bo'lsin jismoniy jihatdan bo'lsin ig'ir zaxmlanganlarninki urug' masalan sirtdagi Uyg'urlarning yani erkin o'zininki oilasini qo'g'dalaydigan va ularga ega chiqalaydigan Uyg'urlar qanchiligi o'zining oilasidagilarning shu qirg'inchilikqa duchor bo'lganligini e'tirof qilib Amerikadagi davlatlarga shikoyat qildi degan savolni so'rash to'g'ri keldi. Bu yerda butun vatandagi Uyg'ur amaliyotda shunchalik zulmni ko'rgan bo'lsa, yanıla bir qismlik barmoq sanaydigan Uyg'urlarninki uchiq oshkora ta mushu lagerlar avjiga chiqqan chog'da vatanga bodi keldi qilib yurganligini angladik. Demak, bu bir qism Uyg'urlarga bu yerda Xitoy qo'l tekkizmidi deganlik gap chiqadi bu yerda bir qismlarga. Endi ammo umumiyuzlik xalqni bu yerda qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilik bo'layotdi degan chog'da bo'layotdi. Ammo biz bir millatga irqiy qirg'inchilik bo'layotgan bir millatdek muomala qildikmi o'zimizningki bu davosiga? Yo'q. Amaliyotda deb kelsak, o'zimizning davosiga o'zimiz ega chiqish keraklik darajada ega chiqolmadik bu bizningki bu bo'layotgan irqiy qirg'inchilikqa. Masalan, o'zimizning urug' tuqqanlari, ota-onalari shu yerda shunchalik qilayotgan bo'lsa, bu boshqalarni qo'yib turayli, o'zimizning urug' tuqqanlari shunchalik bo'layotsa, jasorati bilan chiqib o'ttirda mening paloni urug' tuqqanimni mundaq qildi Xitoy degan guvohliklarni beraldikmi? Beramidik. Berayotganlar nihoyat oz bu yerda. Sanoqliq. Alloh rozi bo'lsin, shu mayli sotsial media orqali bo'lsin, mayli oqida turib o'zlarininki guvohligini berayotganlar bo'lsin. Masalan, shu qonunninki bultu kongressdan tasdiqlanadiganga oz qolgan vaqtida bir necha kunning nihoyat tez oraliqda Qozog'istondagi qarindoshlardan 20 ming odam imzo to'plab avatdi yashadin. Shu qonunni tasdiqlagan bo'lsanglar orzuda. Bir necha kunning ichida hamda shunchalik oz vaqtda 20 ming odam shu Qozog'istondan imzo to'plab avatdi Amerikaning tashqi ishlar ministrligiga. Mushu qonunga mas'ul bo'layotgan senatorlarga yo'llandi bu imzolar. Shu insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Mening demoqchilarim nima degan chog'da bu qonun boyid yuqorida deb o'tgandek, agar biz butun Uyg'ur millati bir yoqdan bosh chiqarib, masalan, shu qonun o'zi butun Uyg'ur millatininki 70 yillik davosiningki hozirgacha erishgan eng cho'ng bir natijasi desak bo'ladi. Endi bu yerda bir narsani yana oydinlashtirib o'tish kerakki, bu mustaqillik davosining natijasimi degan chog'da yo'q. Bu mustaqillik davosining natijasi emas. Bu shu ezilayotgan xalqimizningki shu yer ezilayotganligini Amerikaning biz Uyg'urlarni bir millat deb rasmiy qabul qilganligininki natijasi bu. Bir endi Amerikada rasmiy bizni bir millat deb qabul qilgan, endi qabul qildi. Qonunliq bir millat ekanligimiz e'tirof qilindi. Yashada ezilayotgan bir millat ekanligimiz. Endi qiladigan narsa nima degan chog'da bizni Amerika manda qonunni chiqadi, endi Uyg'urlarni shu lagerlardagi Uyg'urlarni Amerika qutuldirib turdi deb saqlab turdi. Gap mishada Amerika qutuldirib bermaydi.
Biz özümüz yığılışımız gerek, özümüz kalkışımız gerek, özümüzün hem de bir yerde insan bu derecede şahsiyet çok kes olmaydı. Eğer ölüvatkan, ayak astı kılınıvatkan xotin kızlarımız, ballarımız, hemmisi emniyet bizim kıyırındaşlarımız. Şular. Meylik bir Kaşgarlık olsun, bir Uygurca kıldığın Kaşgarlıkның kıyını bizim hemmimizin kıyını var aşınında. Xitaydan korkuş yanında mevcut. Gulcudaki bir Uygur ile Kaşgar'daki bir Uygur'un oturusunda şu Uygur diyen bir kan bıyığı var bir yerde demek biz kırındaş. Ondan oğanıken bir yerde Xitaydan korkup yaşamasligimiz gerek. Şu ya ölüm ya müstakillik bir yerde şu birli yolu var. Ondan oğanıken bu kanunu çıkarıp koyup Amerika lagerlarını takapırdıgan buldu degen tamad olup kalsak bu hata demekçi. Hatta şu lagerden yeni çıkan bizim qarindaşlarımız çıkıvatıdı. 1, 2, 3 deymen men hem 3'tüm artık mı? Eğer hatalaşmagan bolsam. Şu qarindaşlarımızны biz bunun ki medialarımızga şu dünya siyasi sahneleriga qandaq qılıp çıkıp özümüzün müstakillik talep qatqanlığımızı bildireleygan halatda yana bir yuqori pallik kötürelsek bizning bu Uygur insan hakları kanunumuz özünki rolunu oynayalaydı deymen. Hem de hazır yani bir sualı menin kallamda payda oldu. Eğer efendiler şu qarsam bu lager kampını ki meselesiga yaqinken ma sual şun qo'shib so'ray. Eğer mush Uygur insan hakları kanunu qabul qilinib ma'qullangandan keyin o'limga hukm qilinayotgan muddatlik ham ig'ir muddatlik qamoq jazolari berilayotgan Uygur siyasi mahbuslarimizga biz jazalardan qutulup qalalamdı muşu kanun arqali degan savolni qo'ymoqchi men hamsa shunga bir fikrlab javob bergan bo'lsanglar rahmat hamsa. Muşnada men aldıla cevabımını berip olayım. Biz mesela abayqı mazmun bilan o'xshab ketganligi uchun men unutib qolmasligim uchun men oldim. Mishadaligi muddatsiz qamoq jazosiga berilgan undan bizningki mushu bilim ilim sahasida veya medeniyet, tarih sahalarida bizning ziyolilarimizni nurg'un Xitoy bu lagerlarga tiqib etdi. Endi bu yerda xalq bizning xalqimiz olarak bir millat bo'lish salohiyatimizni qanchalik ega chiqyapmiz degan savol chiqadi bu yerda. Mayli bu qonun loyihalansin, loyihalanmasin. Qonun loyihalangandan keyin endi bizda qanchalik ega chiqa olamiz, hozir qanchalik ega chiqyapmiz degan savol chiqadi. Masalan, bizningki Uyg'urlarninki shu ma'rif sohasida nihoyatda to'nilgan va xalqimiz uchun xizmat qilib kelayotgan kelgan ziyolilarimizdan masalan Toshpo'lat Tiyip apandi uningki ma'liki tibbiy institutninki başlığı olan bir ismini unutup kaldım o ziyalarımızdaki. Aşınındaki naitmiş Uygur Xalmurat ne deysen o demek? Xalmurat efendi familiyasını unutup kaldım. Xalmurat efendiler mesela şu Toshpo'lat Tiyip efendiler hazır ölüm cezası bilen tehdit silinayotgan bir vakit. Muşundaq insanlarga biz qanchalik ega chiqa olayapmiz. Bir necha qarindoshlarimiz sosyal medialarda Toshpo'lat Tiyipni qutuldirayli, Xalmurat apandini qutuldirayli deb yezib qo'yishdan boshqa amaliy biz Uyg'urlar qanchalik mushunga ish ib bera olayapmiz. Masalan, tashkilotlar qanchalik ega chiqa olayapti mushu insonlarga. Masalan, Ilhom To'xti instituti deb ham Ilhom To'xtininki fikrini yaymiz. Davatqanlar yalğız Ilhom To'xtinini ham qutuldirishni maqsad qilishning o'rniga nima uchun mau boshqa ziyolilarimizni qutuldirishning g'amini qilmaydi bundaq tashkilotlar masalanda. Demak, bu yerda bir ojizlik bor. Bizning da'voda nihoyatda ojizlik bor. Bu yerda da'voga berilayotgan o'tgandagi suhbatlarda deyilib o'tdi. Pul azmı degan chaqda pul az emas. Hozir nurg'un pul berilyapti. Ammo bayi Abdurimjon qarindoshimiz deb o'tib ketgandek
xuddi Tibetliklar avu tayya pulga üzünüp qalgandek, mavu bizim Uyg'ur davasının ichidimi tayya mablag'ga, tayya pulga u yerdan bu yerga berib, rasmga tushib, o'ynab yurishni da'vo devilishdek bir naati oson hayotga ko'nib qilish bor bu yerda. Shuning uchun bu yerda da'voga egi chiqolmayotganlik ojizligimiz bor bizning Uyg'ur xalqimizningki. Shuning uchun bizning ziyolilarimizga mayli bu qonun chiqsin, chiqmasin, agar biz Uyg'urlar o'zimiz egi chiqmaydi ekanmiz, masalan, nurg'un ahamiyatlik insonlar, qarindoshlarimiz shu turmalarga kirib ketdi. Masalan, bu shu men o'zim taniydigan qarindoshlardan deb o'tay, men bilan bir parallel o'qigan, men bilan el og'ina jon do'st bo'lib ketgan qarindoshlarimizdan nurg'uni kirib ketdi. Masalan, bu shu Rahmatday Abdurashid Radio Free Asia'ning bu vaqtida bir program ishladi. Ben Rahmatday to'g'riliq bir qisqini nimani deb o'tay, 89-yili shu vatan to'g'riliq bir shuar yozganligi uchun universitetga o'tib bo'lgan bola 3 yil turmada yotgan bir bola. Ya'ni 89-yillardan tortib hayoti 2 yilda bir, 3 yilda bir turmaga kirib ketib, mushunda o'tgan bolalar ashular akirilib ketdi. Ya'ni hozir kesib yutibdi deb angladik, rasmi yog'anmi? Demek bu yerda nurg'un yoshlar ichidan chiqayotganmi, shu vatanning ichida hayoti shu Xitoyga qarshi o'tayotgan bizning bolalar bor, ziyolilar bor, inqilobchilarimiz bor. Ashlarga qanchalik egi chiqa olyapmiz? Masalan, bir ikki sosyal medyada voy deb barmog'imizni chiqarib like besib qo'yishdan boshqa, hatto shu like'ni bosamayapmiz hozir ba'zi narsalarda. Shuning uchun bu yerda qonun chiqsin, chiqmasin, bu Uyg'ur masalasiga shu lagerlarda yetayotganlar olsun, yoki bo'lmasa shu muddatsiz qamoq jazosiga, o'lim jazosiga berilganlarni qutuldira olamadik deganlar yanala bizning vijdonimizga bog'liq qolgan narsamiz. To'g'ri. Bu savolning o'ziga Umid atrofli javob berdi deb qarayman. Ya'ni cho'klab kelsak, oxirgi berib o'zimizga berib taqalyapti. Ya'ni nima uchun bu asosliq masalaninki tugini o'zimizga berib taqiladi deganninki nurg'unlagan misollari bor qarindoshlar. Heliqi 70 yillik beslib qolgan dokument bor. Zhang Jizhongninki maxfiy hujjat bor. Shunimi o'zimiz besib qo'ydik, Uyg'urlar da'vogarlar besib qo'ydi, masalan. Ondan keyin bunda misollar yomon bakchi. 2009-yili shu qonun besilib qolmagan bo'lsa, o'zimiz tarafidan besilib qolmagan bo'lsa, nurg'unlagan ziyolilar o'limga hukm qilinib ketmaydi. Hech bo'lmasa, mana dinchi radikallar balkim terrorchilik qilib yurib, u yerda jihodni tabliğ qilib yurib, chet elda turib jihod tablig'ini vatan kirgizib yurib, tutqun qilinyapsimi? Ammo ziyolilar unchalar battar tutqun bo'lib ketmaydi. Shu qonun shu chaqda ma'qullanib ketgan bo'lsa. Endi shu qonunning ma'qullashining oldini elib, to'sqinlik qilganlarmi o'zimiz Uyg'urlar, bayroqtar Uyg'urlar, bayroq ko'tarib yurib, Xitoy yo'qolsin deb yurib, shunday to'sqinlik qilgan. Endi bu qonun tasdiqlanmoqchi. İnşallah tasdiqlanib chiqadi. Bu qonun tasdiqlanib chiqqandan keyin o'limga hukm qilinayotgan ig'ir muddatli qamoq jazosiga hukm qilinayotgan bu siyosiy mahbuslarni, ya'ni o'limdan oldini olalamdi va ularning ozodligi, ya'ni erkinligi uchun bu qonun bir rol o'ynay olamdi degan chaqda, albatta shu qonunninki rol o'ynaydigan yeri, ya'ni shu oshquch bizda, ya'ni bizga bog'liq. Bu qonunning tasdiqlanishining oldini olganlar Uyg'urligi, bu besilib qolgan, unutilib, yo'qolib ketgan qonunni yana qaytadan maydonga olib chiqqan shu Uyg'ur bo'ldi. O'zinglar Washingtondagi qarindoshlar shu Salihlar bilan birga namoyish qilib yurib, asosan Salih Xudoyor uni boshqa bir ishlar bilan kongressga kirib chiqib yurib, u ishlarni tep bilib, surishti qilib, Rabia Qodir xonimni surishti qilib yurib, rost shunday bir qonunning 2009-yili loyihasi o'ttirib qo'yilganligini tep chiqib, qayta iltimos qilish, qaytadan yana degandek 100 minglagan imzoni to'plash,
jarayonida bu qonunni yana bugungi kunga elib kelgan shu Uyg'ur bo'ldi yana. Demak, qonun ma'qullab bo'lgandan keyin albatta shu qonunning aqsini mustahkam tura olsak, o'limga hukm qilingan siyosiy mahbuslarimiz, u yerdagi og'ir darajada qamoqqa jazosiga hukm qilingan mahbuslarimiz albatta hech bo'lmasa o'limdan qutulib qoladi, omon qoladi va yenik jazoga o'zgarib turmadan chiqishi mumkin. Yana birisi ham İlham To'xti deblam yolg'izlam. Nima uchun İlham To'xtiniki qaring bo'lib boshqalar bo'lmadi degan chaqda endi bu yerda men yomon gumonxo odam, doim gumon bilan gap qiladigan. Endi İlham To'xti avtonomiyaning simvoli, ya'ni Xitoyninki qonuniga bo'ysunib, ikkinchi puhra emas, birinchi puhra qatorida Xitoy Uyg'ur barobar yashashni talab qiladiganning simvoli İlham To'xti. Uni ayblab emas, Xitoyning shu Beyjingda turib qilgan bir harakati Uyg'urlarningki yashash huquqini talab qilgan bir odam. Vatanning ichida, ya'ni Xitoyning markazida İlham To'xtining salohiyati nima degan chaqda Xitoy bilan birga yashash siyosiy salohiyati. Chet ellik salohiyati nima degan chaqda g'arbliklar İlham To'xtini avtonomiya talab qilgan shaxs deb tunigan. Endi maxsus İlham To'xti degan bir markaning o'zini o'tirg'i chiqarishdimi? Yani bu Uyghur Xitoy ayrılanmay birga yashaydi degan bir siyosiy simvolni tiklash bir taktika yoki strategiya oxirgi buning aqsiga yoshiringan bo'lishi mumkin deb qarashga bo'ladi. Chunki 96-yildan boshlab, ya'ni 95-yildan boshlab Xitoy bilan birga yashaydigan, o'z taqdirini o'zi belgilab birga yashaydigan mushundaq siyosatni chet elga elib chiqqan bir turkum yoshlar bugungi kunda o'ttir yoshlik da'vogarga aylanib, medal mukofotiga erishib, bu Sharqiy Turkiston, ya'ni Uyg'ur da'vosininki rahbarlariga aylangan bu bugungi kunda yana bir qo'llar orqali İlham To'xtiga o'xshash, ya'ni chet elda avtonomiyaning simvoli bo'lgan bir siyosiy simvolni o'ttirib chiqishdiki, bu endi bu vaziyat nima degan chaqda, bunday aytgan chaqda İlham To'xtiga bek ish chaqirib ketganda ko'ringan bilan bu hareketniki jarayoni. Ama bunun siyasi arka görünüşünü gavdlandirib etgan chaqda Uyg'ur Xitoy ayrılmay birga yashaydi deganning o'zini gavdlantirish bir nuqta bor deb qarayman. Bo'ldi, men bu yerda to'xtab qoldim. Rahmat, jiqyaq ketdim. To'g'ri. Meni boshqa tushuntirishim yo'q. Endiki savolga o'tib ketsak, agar shu Uyg'ur inson haqlari qonuniga asosan zalim Xitoy mushu nasiy kamplarni, türmelerini ve mahbuslarning delolarini mushu g'arb davlatlarining, ya'ni Amerikaning tekshirishiga fursat beramdi degan savol. Endi men qisqacha javob beray. Meningcha bo'lgan chaqda mushu hozirgi buni masalan mushu qonunning o'zidan emas, hozir masalan bu qonunni biroz yaxshiroq tushuntirib berish uchun masalan shu delolarni nima qilishga ruxsat beramdi deyishdan avval hozir ko'z oldimizda mavjud holatda bo'layotgan shu Xitoy virusi tufaylidan Xitoy hokimiyatiningki shu virusni tarqatganligi bu dalillashib bo'ldi endi. Buning isbotlari, jarayonlarini to'plash uchun masalan Amerika nurg'un davlatlar bo'lib Amerika mushaga kirib dalil isbotlarni to'playmiz desa, bu yerda hozir Xitoy hukumati endi bu masalan bu deyotganim hozirgisi masalan bizning shaxsiy bir ish. Endi biz Uyg'ur millatiga vakillik qilgan bo'lsa, ma Xitoy virusining ishi butun dunyoninki o'rtaq bir masalasiga aylandi endi. Mushuniga kelgan vaqtning o'zida Xitoy hukumati tek hozirgacha yoqdan boshqa hech qanday javob berganligini men xabarlarda ko'ramadim. Demakki bu yerda Xitoy hokimiyati, menimcha Xitoy hokimiyati shu CCP hokimiyati dunyoning masalan Amerika shu dunyoning hozirgidek krizis holatdan chiqib ketish uchun Xitoy virusining kelishining manbasini tekshirishga bu yerda hozir sharoit hozirlab bermayotdi, zaten qo'shilmayotdi. Ondaqkan menimcha bo'lgan chaqda ma maslik kelgan chaqda mening tushuncham bu cho'ng maslik kelgan vaqtimizda hozir bu yerda bir Amerikalar emas, mening bilishimcha 100 dan ortiq davlatlar buni tekshirish kerak degan imzoni otgandek turdi. Ham bu mushundaq ahvolda yo'l qo'ymagandan keyin menimcha bu masalamiz kelgan chaqda Xitoy hokimiyati yana o'xshash taktikani tutadi deb o'ylayman. Meningki buning berilgan javobim shu.
Ben bir işe kızıya kılay. Endi ma erken çoğun nesini misal kaldı. Bu hazır virusun menbesini tekşif koysa Xitay devleti resmi dünyaya insaniyetga karşı bir bakteriya uruşu qo'zg'agan bo'ldi. Bu odatdagi jinoyat emas. Yine Xitay devleti belki bütün iqtisodiy jazo to'lam hemen to'laganidan sirt devlet sistemi butunlay asli üstün bu pitilgan bir yerga berib taqilishi mumkin. Endi bu lagerdeki dilo meseleleri yani siyasi mahbuslarının ya Uygur barlık Uygur mahbus tutqunlarınınki dilolarını körüp çıkış mesele olsa bu tarmak mesele. Virusun özü dünyavi yani Xitayning asasli devletininki ya yıkılıp düşüşü ya ki kat götürüp turuşu berib taqilgan narsa. Ama lagerdeki ya ki mahbuslarınki dilolarını közetmesi meselesi bu tarmak mesele. Xitay özününki meyli bizning vatimiz kanunsuz Türkiye bu aletimi dünya Xitay'la diplomatiya qatqan devletler Xitay'ninki bir ülkesi deb qaraydı. Şunda bu alette bu Xitay'ninki özünün territoriyasının içindeki bir tarmak mesele degan noktadan elbette bununla tekşürüşke yol qo'yish mumkin. Yine 92 yılı biz türmelik çağının özüde Xitay şu vaxtda Aqtaşlıq kitap e'lon qildi. 91 yılı Aqtaşlıq kitap e'lon qildi dunyoga Jungoniki jinoyatchilarga tutgan fuzu siyasi degan mavzuda 5 boblıq bir kitap e'lon qildi. Şu kitapning ro'yi bo'yicha şu vaqtning o'zida g'arb davlatlardan hatto biz turayotgan türmegacha vakil kirgan türmeniki amaliy ahvolini tekshiramiz deb o dilonu emas, odatdagi türmedeki mahbuslarni ko'zdan kechiramiz deb. 92 yıl 5 ay mezgil demen şu vaqtda türmede etdim. Şu biz tuvaratman türmege kadar kelgan, bay nahiyaning türmesi etdim o çağda. Aşağı kelgan. Endi bu elaki nemge berib taqildi degan chaqda Amerikanınki asasli bu qonun öz ma'qullagan qonunning aqsida o'zi putlashib turalishig'i berib taqildi. Bu yerda biz o bir tekshirib berib eslayishimiz natayin. Ama Amerika şu qonunning ichida zati shu elki Uyg'urlarniki naq jazolanganligi yoki haqli jazolanganligini biz aniqlaymiz deydigan bir programmalar belgilasak ki şu qonunni asos qilib turib. Belki Xitoy onunga hech bo'lmasa ma'lum bir saxta diloni yasab bo'lsa-mu, albatta ma'lum jihatdan buni ko'zitishga majbur qoladi. Ben bu tarafni bunda qarayman. Rahmat. Rahmat. Endi mushu savolga men bu fikrimni aldirab bugun deyish maqsadim yo'qdi. Buni ama meyda yaxshi xabar vaqtda. Yo'q, mening fikrimga endi mushu Uyg'ur qonuni tasdiqlansa, hammamizning orzusi-ku, endi bugun erta tasdiqlanib ketsa degan nait arzu bilan umid bilan o'tiryapmiz. Endi shuningda boyi yuqorida bir hammamiz o'rtaq bir nuqtaga keldik. Demak, Uyg'urlar o'zimizninki mas'uliyati, o'zimizning roli bak cho'ng degan bir yerga keldik yig'inchoqlasak. Endi men shuni his qildim. İkincisi, bu yerda biz nait sezgir olmasak ve o'zimizning rolini haddidan tashqari joriy qildirmasak bo'lmaydigan bir masala bor edi. Endi haddidan tashqari joriy qildirmasak degan yerim biz e'tirof qilmasak bo'lmaydi. 1,5 milyard dushman bilan mujodala qilayotgan bir xalqda biz endi. Yana birisi dunyodagi eng kuchli iqtisodiy va askariy kuch bilan mujodala qilayotgan bir xalq. Endi bu yerda o'zimizning bir Uyg'ur hatta necha 100 Xitoy bilan mujodala qiladigan bir jasorat bilan amaliy harakatlar bilan ziranglik bilan harakat qilmasak, har bir Uyg'ur bu yerda mayli qaysi tashkilot, qayerga tabe bo'lishidan qat'iy nazar bo'libmi shu Uyg'ur qonuni tasdiqlangandan keyin ayta sezgir holda harakat etmasak, ziyonli taraflari bo'lishi mumkin. Xitoy foydalanib ketish taraflari bo'lishi mumkin. Bu shunga diqqat qilmasak, bu Uyg'ur qonuniningki amaliyotda biz orzu qilganning ta'tirisi bo'lib, Xitoyning manfaatiga xizmat
ketish tarafdorlari bir xatiri bo'lishi mumkin deganim nima degan chog'da mushundoq bisim orqada yomon taraqshib ketdi, bir ovozlar chiqib, erkin sen tarafdan Erkin kelyapti. mikrofonni so'rab yuribdi. Shuningga hamda bu yerda bizga nihoyat ig'ir bizga ta'siri bo'lib qilish degan tarafim nima degan chog'da Xitoy bu hiligar davlat. Boya qarindoshlar deb o'tib ketdi, bu Xitoy hech qachon diplomatik urushda boshqa davlatlarning oldida hamda Xitoy. Odatki bek taraqshib ketdi ama orqada. Bo'ldi, amniga qilay. Bu yerda hamda Xitoy qanday foydalanib ketish ehtimoli bor degan savol chiqdi. Mana Xitoy qanday foydalanib ketish ehtimoli bor degan chog'da hozir mana Xitoy virusi sababidan dunyoda Xitoy bir ig'ir bir sinoqning ustidan o'tyapti. Masalan, mana yaqinda dunyo Sahya idorasininki Health Organization'ninki 50-60 davlat qo'llagan bo'lsa, bu Xitoydan shu korona Xitoy virusining qanday tarqalganligini surishti qilishni 60 davlat qo'llagan bo'lsa, ama yaqinda 100 necha davlatga chiqdi. Hamda hozir mishada Yevropaning bunda muhim bir rol o'ynaydigan yeri bor. Bu shu Yevropa davlatlari va NATO davlatlari Amerikaning turamamdu degan bir masala bor hamda. Agar Yevropa davlatlari xuddi Amerika his qilgandek Xitoyninki mushu Xitoyga o'zining qanchalik bog'lanib qolganligini Amerika xalqi endi his qildi. Hatto mushu yenik sanoatda qanchalik darajada Xitoyga bog'lanib qolganligini Amerika xalqi endi his qildi. Menchi Yevropa xalqi buni his qilyapti deyman, ammo Yevropa siyosati buni qanchalik e'tirof qila oladi. Agar Yevropaning NATO davlatlari Amerikaning yonida tura olsa, Xitoyni qarshisiga ola olsa, Xitoy yolg'izlashadi degan gap. Bu yerda Pokiston, Xitoy, Turkiya, Turkiya mu vaqti kelsa yuzini shaq qilib o'ralaydi Turkiya mu. Ammo bu yerda Rossiyaning hozir bir o'zgaraydi bu davlat. Vaqti kelsa, foyda kelsa o'zgaradi. O'zining manfaatiga to'g'ri kelgan chog'da shaq qilib NATOda bo'lganligimiz uchun degan sababni ko'rsatib bo'lsa-mu, Xitoyni qarshisiga oladi. Ammo masalan, mushu yerda hozir Rossiyaninki jim turib olishi, Rossiyaninki mushu Xitoy virus sababidan Xitoylarni chegaradan qo'g'lab chiqarayotganliklari mushularmi amaliyotda Xitoyni cho'chitayotgan bir masalalar. Endi mushu yerda Yevropa davlatlarininki muhim, NATO davlatlarining muhim rol o'ynaydi deganim nima desa, agar tasodifiy mushu Yevropa davlatlari o'zining maydonini aniq qilib Amerikaning yonida turdiki, Amerika Xitoy pastgo'yga tushdi bu yerda. Xitoy pastgo'yga tushgan vaqtida nima bo'ldi desa, Xitoyning pastgo'yga tushishi bizga ziyonli. Biz amaliyotda bu yerda Uyg'urlarni qanday qilib lagerlardan qutuldirish va yoki bu ezilayotgan Uyg'urlarimizni qanday qilish, qanday qutuldirish masalasi bu insonparvarlik, millatimizni saqlab qolish masalasi bo'lsa, yana bir tarafda bizning mustaqillik davorimiz bor, bizning ulug' nishonimiz bor bu yerda. Xitoyninki Amerikada kuchli davlatlarga siyosiy jihatdan yengilganligini e'tirof qilib, agar mushundaq tekshirishlarga yo'l qo'yib, siyosatini yumshatishga qarab manganligi Sharq Turkiston mustaqillik davosiga eng cho'ng ziyon yetib keladi. Ya'ni bizning vatan qoldi deysiz-ku siz. Nimishga degan chog'da mushu Amerikaninki mushu o'ttirg'i qo'yayotgan tekshirish talablarini qabul qilsa, bu yer qanday bo'ldi degan chog'da bular lagerlarni qo'yayotgandek ko'rsatishi mumkin, ammo menga qo'yayotmaydi. Butun bizning vatandagi Uyg'urlar lagerda amaliyotda. Usti o'choq turmada. Ko'rinish yasaydi, baribir aldaydi. Saxta ko'rinish yasaydi. Masalan, Turkiyaninki shu yillardan beri millatchilik siyosati bilan, turkchilik siyosati bilan harakat qilib kelayotgan bu davlat bog'chiligini bizning vatanga olib bir 4-5 boyning rahat-parag'at yashayotgan Uyg'urlarni ko'rsatib kelibdi-ki,
Sharqi Turkistondagi, Doğu Turkistondagi Uyg'ur qarindoshlarimiz bizning Anadolu Türkleridan bayashat rahat yashab o'tibdi deb kelgan ashadam. Demak, uningga nima ko'rsatishi muhim bu yerda. Ko'rsatgan sahnasi muhim. Demak, bu yerda biz yanala gapni yig'ishtirib, kelsam yana shu yerga akvatima Amerikaninki Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarda ana Xitoy shundoq taslim bo'lgandek ko'ringan. Ya'ni Amerika va Yevropaninki birlik sap qurgan vaqtida Xitoy bo'shashqandek ko'ringan vaqtidami biz mustaqilligimizdan yanmaydigan, bizning asosiy maqsadimizning Sharq Turkistonning mustaqilligi ekanligi. Bu yerda bizning umumiy maqsadimizning faqat lagerlarni qo'yib aslam mayli deydigan Uyg'urlarninki ancha-muncha oddiy inson haqlarini qaytirib bersalar biz taslim bo'lgan va alakmulla endi yaxshi bo'ldi deb saqlab turadigan bir millat emas. Bizningki nishon Xitoyning Sharqi Turkiston to'proqlarida. Misal yana davlatda vatan ozod bo'lguchi Sharqi Turkiston, vatan ozod bo'lgandan keyin nima deb ism qo'ysa qo'yayli, Uyg'uristonmi, Uyg'uriyami, nim bo'lsin. Ammo vatan ozod bo'lgucha mushu ikki qitimliq jumhuriyatni rasmiy qilib turib, biz ishg'ol qilingan davlatimizni asliga keltirib, Xitoy tal to'kis vatandan süpürülüp chiqib ketganga qadar mujodala qilamiz deydiganni Yevropa ellari, Amerika kuchli davlatlarga mushu ideyamizni bildira olishimiz kerak. Amaliyotda shu ideyamizda. Chin turishimiz kerak. Amaliyotda Amerikaninki Xitoyni taslim qilishga urinayotgan Amerikaninki derin davlat desak bo'ladi, hamda sahnaning orqasidagi Amerikaninki kuchi amaliyotda xohlayotganimiz shu, bizningki shundoq bir jasorat bilan chiqishimiz. Bu oddiy bir inson haqlarida Uyg'ur maktablarini qaytadan ichib bersa, lagerlarni qo'yib bersa, inshaalloh ichvatsin-da lagerlarni, lekin ichvatganda ko'rsatsa, u lagerlarni ichvatganda ko'rsatgan bilib butun Sharqi Turkiston o'zi bir lager amaliyotda hozir. Butun to'proq o'zi bir lager hozir. Uçuk türme, andikin saxta görünüşlerini yasap, yani dünyanın bir kıtım aldaydı dep biz aşılarının yalğançılıkını, saxta ekanligini mana naq yana shu agar shundoq saxtapazliklarni qilgan taqdirdami biz ishinib ketmay buningga deb qo'shib ketmay amaliyotda Xitoyning asli aktivasiyasini ichishimiz kerak. Uningki menda bir nihoyatda ta'kidlamasak bo'lmaydigan bir narsa bor menda. Bu qonunninki loyihalangandan keyingi bir muhim mazmun 180 kun vaqt berdi ekan prezidentga. Ya'ni davlat Kongress Amerikaninki ijroiya o'rni bo'lgan prezident administrationga 180 kun vaqt berdi ekan. Shu butun bizning vatanda bo'layotgan ishlarni mishadagi inson haqlari dafsandichiligi hamma shu bizning vatanda bo'layotgan narsalarda bir to'liq doklad yo'llash uchun Kongressga tashqi ishlar komitetlariga o'xshamagan komitetlarga yollaydigan dokladni tayyorlashga 180 kun yurdi va har yili menda davatgan qonunda degan yeri bor menda aniq va shunga o'xshash har yili bir qitim shunday bir dokladni berishni talab qildi ekan qonun loyihasi prezidentdan. Demak, bu yerda muhim narsa nima degan chog'da prezident kim bo'lishidan qat'iy nazar bu yerda qonunlashganning eng cho'ng foydasi nima degan chog'da shu qonunni qaysi partiya bo'lishidan qat'iy nazar Uyg'ur masalasi qimmasi bo'lmaydigan bir majburiyatga aylanadigan bir aloydiligi bor qonunninki. Demak, prezidentning bir xizmatining bir partisiga aylanadi bu. Burun hissiyatiy jihatdan bundaq siyosiy tushunchasiz jihatdan qilayotgan bo'lsa, bundan keyin bu qonun agar tasdiqlansa majburiyatga aylanadi. Bu xizmatining bir prezidentlar almashgan taqdirdami yana davomli kuchga ega bir qonundan. Prezidentlar almashgan taqdirdami qonun demokratik davlatlarda qonun insondan ustun. Qonun huquqdan ustun. Unda bo'lgandan keyin bu qonunga bo'ysunmay amal yo'q. Har yil shunday dokladni yo'llash majburiyati bor deyilgan ekan qonunda agar bu qonun aylansa. Demak, buningdan biz Uyg'urlar foydalanishimiz kerakmi yoki biz yanala shu mismisligimiz bilan
mas'uliyatsizligimiz bilan bu qonundan Xitoy foydalanamdi. Demak, yana gap o'zimizga qoldi. Məcburiyyətimiz texmi iğirləşidikə. Əlbəttə, Texmi iğirləşidikə. Evet. Toğra. Ondaqda mənim yana bir sual payda oldu qalamda. Buna hazır müş vətənimizdən qulның orunda müş Xitay ölkələrə götkəb apırıb məcburi işletilayotgan milyonlarca Uyğur xalqımızның qulluqdan qutulub çıxıb aş vətənimizə qayıtıb kelişigə yardım bola alamdı əgər müş qanun təsdiqlansa. Menimce yardım buldu. Oldu. Yani bu bir millet ahalisini mecburi yötkep uyuşturuvatkan jaydan başka jayga okşumagan bir muhitqa mecburi yötkep apırıp işletişinin özü o bir ırkı kırgınçılıkınki ma'lum bir türüge kirdi. Toğra. Bu kanunun özüde yani Uygurların insani hak hukukunu qoğdaş kanunu dep atalgan iken elbette muşu kanundaki hazırki nek muşu 26 betlik kanunun içinden bu programı çıkması mı kanun makulunu boğan iken abim ümit dep ötken okşaş bunu küntep kuydu yani işkirge mecbur yötkep eketken emgek küçü dep eketken kolluk tüzümündeki besin bilen eketken Uygurlarını kaytırıp ekiliş gerek deydiğen keyinki programlarda onu tüzüp bir tapşırdıgan onu icraat kuyduğan elbette bu tədrici bu işler yolu kuyuldu. O çağda Xitayның özü edi mecbur tutup kalamaydı. Şunun için hazırdan başlap bazı filmlerini görüp attığımız işkirge bağallar qop ben kelgen çıkımda şundaq namratdım hazır kepti yanına acayip pul tep kettim işkiri bek yaxşı ve hakaza dep korpakanda qılıp atıdı. Endi aşının okşaş az sandaki Uygurlarını çıkarıp zaten işkirde biz erkinlik bilen yaşavatımız öz aldığımızda keldoq dep bundaq bir teşvikatını çıkarsımı ameliyette minglap, on minglap mecburi tutup ekitivatkanının delil ispat paketleri bütün dünyada hazır meşhur o. Televalanmaydı. Elbette bu şu kanun makulunu kuşku kirgen çağdılar. İşkirge yötkep eketkenlerinki mutlak köp kısmınınki kaytıp kilişige yol açıldı. Bu fakatlam lagirin taqaşlı emas. Uygurlarınki asasen aşağıda bir millet bulup yaşaş til, din, örp, adet, medeniyet, olduraklaşış, turmuş kuruş hemsi bu kanunun içinde bulduğum şu kanunun içindeki tedrici yolu kuyulduğun Amerika taşkı siyaseti, Amerika Xitay siyasetiga kirgizildiğin bundan keyinki programlarda oturup kuyuldu. Her bir türlü. İnşallah bu qaytib keludi deb qarayman. Pek yaxshi javob berdingiz Abdurin aka. Meniki manınğa berdiğan düşüncem keçiringlar kene. Qaytib akilamdi degan vaqtning o'zida bu yerda bir nuqta bor ekan. Milletimiz hem tashqi dunyo Asiyadan bizning vatanning o'zidan, yezlarning o'zidan oyaga avatgan odamlarni bu haliqi Xitoy xalab degan bo'lsa bu yerda nima uchun apadi buniki xarakteri, maqsadi degan vaqtning o'zida bu yerda berilayotgan maosh, masalan, eng to'van darajada maosh zati o'zining jiniga yetadigan. Hamda men bu yerda bir masalaga duch keldim. Nimishqa degan chaqda buningdan 3-4 yil avval masalan mana shu Warren Fundament degan so'zlayotgan Steve Bannon bu yerda bir haşa masalan Uyg'urlarning slave labor deb masalan qo'l amgiga ishlatayotganligi to'g'riliq ayni vaqtda siyosiylarning so'zidan anglagan. Men o'zim Tarim vodisidan kelgandiki, mushu dehqonlarning paxtachilik bilan shug'ullanib, haşani o'rnida ishlayotganligini men mushu Londondagi insonlik organlariga bundan 10 yil avval o'tirib men guvohlik bergan, ya'ni Amerikadagi qarindoshlarimiz menga jadval yo'llabdiki, men buniga imzo atdim. Men birlari bilan ko'rishdim. Bu yerdagi nima degan vaqtida Amerika hukumatiniki buningga irqiy qirg'inchiliklar o'xshash muomala qildimiş qonun bo'yicha deyishimdagi sabab bir Amerika mu mening so'zlashgan vaqtda nayt qattiq cho'chidi. Masalan, Amerika mu ayni vaqtingizda qo'lliq davrda Afrikadan shu qartalliklarni akilib shuning o'zida ashning o'xshash ishlatgan. Masalan, bizning Tarim vodisida masalan Kuchaning to'vanki yaqinda dehqonlarni har 3 ay, 4 ay bir yerdan yeni bir yerga mecbur apırıp işletadigan, haqsiz işletadigan bir sistem bor. Hozir Amerika siyosiyolarining butunlay og'zida bu nayt qattiq cho'chig'ini. Endi buni biz Uyg'urcha hasha deymiz. Inglizchada buni apto bu yerda slave labor deb o'tirib qul amgigi.
degandek bu so'zlar bilan ish. Bizning shu janubdagi masalan Tarim vodiysi bo'lsin, ashadagi dehqonlarning ishkir o'lkalarga opirishi millatimiz buni tushunish kerak. Bu xuddi ayni vaqtida dehqonlarni bir yerdan yana bir yerga opirib, 3 oy haqsiz ishlatgan o'xshash, buni oyoqdan oyoqqa opirib ishlatadigan bo'lib, hasha bu. Shakli o'zgargan hasha. Bu zavodlarda ishlatdik degan bu hasha. Men ba'zilari bilan paranglashdim, nihoyat qattiq cho'chidi endi. Demakchi o'g'il nima degan chaqda bir Amerika buningga yordam bo'ldi, aniq yordam bo'ldi. Amerikaning negizlik yiltizi bu ishlardan qo'rqidi. Bu ishlar o'zining tarixida bo'lgan. Hozir o'zining tarixida bo'lgan ishlar endi bu yerda Xitoy hukumatı aynan bizning millatimizga uyg'unlayotdi. Andaq bo'lgankan bu yerda siyosiy yo'llarni devyotdi. Bu qonunning o'zidami borkan, andaq bo'lgandiki meningcha bo'lgan vaqtida xuddi erkiy qirg'inchilik masalasiga o'xshash ma masalaga men intayin jiddiyat bilan qaraydi deb o'ylayman. Aniq yordam bo'ldi. Mishel, men bir narsa qistirib qo'yay, bu qonun rasmiy qonun bo'lib chiqsa, inshaalloh chiqadi deb o'ylaymiz. Prezidentning tasdiqlagan qonun bo'lsa, mayada 7-moddada deyilgan aniq bir narsa bor. Ya'ni shu Amerika Birlashgan Davlatlari masalan o'sha tijoriy munosabatlarda Xitoy bilan ashadiki mushul force labor deymizmi, masalan majburiy hasha deydi erkin. Shu hasha bilan hasha desak to'g'ri chiqadi buni. Mushu hasha qul o'rnida ishlatish xizmat millatlarni qul o'rnida ishlatishda qul o'rnida ishlatgan shirkatlar bilan munosabatni o'tirg'a olgan bir modda bor bu yerda. Buni cheklaydigan bir moddasi bor, ammo 7-moddasida ochiq deyilgan. Ya'ni aytadiki, bizning vatandagi shu Xitoy bilan Amerikaningki tijorat shirkatlarining bo'lsin va yoki shu bizning vatandagi ishlab chiqarishdan hosil bo'lgan va yoki Xitoydagi mush shirkatlarningki mushu millatlarni ashundoq majburiy hasha orqali ishlatganmi, ishlatmaganmi deganga diqqat qilgan bir moddasi bor. Aniq deyilgan buni, ammo 7-moddada deyilgan yerlari bor. Shuning uchun foydasi bo'ladi. İnşallah aytganlaringlar kelsin. Undaq bo'lsa, mushu qonun chiqqandan keyin mushu Sharq Turkistonning ozodligi, ya'ni mustaqil bo'lishidan biror shapi bera olamdi? Bu muhim savol hamda chiqdi. Endi ilki mustaqillik, bizning mustaqilligimiz albatta biz xuddi Allohga e'tiqod qilgandek, ya'ni e'tiqod qilamiz, mustaqil bo'lamiz deb. Allohga va qiyomat kuniga ishongandek ishonamiz, hamma mustaqil bo'lamiz biz. Biz hayotchig'imizda uni mustaqil qilamiz deb. Endi Amerikadagi bir davlatning o'zi bizningki mushu hozirgidek ig'ir darajada zulmga uchrab ketayotgan chig'imizning o'zidan Uyg'urlar besh zulm tatib ketibdi, biz qutuldirib qo'yaylik deb ma'qullayotgan, yangidan bir qisqishib qolgan bir ish emas. Amerika yine 69-yili shu vaqtdagi Sharqiy Turkiston xalqining surgundagi lideri deb tanilib ketgan Eysa Bagining o'zini Amerikaga chaqirib olib, vatanimizni ozod qilamsiz deb so'ragan chig'ida u kishining o'zi men Sharqiy Turkistonning lideri emas, bütün Türkistan'ın lideri hem yeni azad qilaman deb turgandan keyin bu odam chatoqkan. Sovet ve Amerika meselesini keltirib chiqarar ekan bu odam, bo'lmaydigan odam ekan. Endi bu o Panturkskiy qashin 69-yildan hisob qilsak hozir qancha yil ketdi shu ishqa? 69, 70, 50 yil bo'ldimi? 50 yilning yog'i endi Arliqda Rabia Qadir xonimni turmadan açıqdı 11 cho'ng ish, mayli uning aqisi qanday to'xtam bo'lishini qat'iy nazar. Ondan keyin Uyg'urlarni yo'lab chiqadi, nurg'unlagan tarafdan. 2009-yil qonun ma'qullaymiz dedi. Ya'ni jiq ishlarni qildi. Mush ishlarning hammasi mundaq aytgan chaqda bu har qitimda bir do'qmush kelgan chaqda o'tirib chiqayotgan ish emas. Amerikaningki bu strategiyalik uzunga suzilayotgan ishi. Ya'ni 69-yili bizning mustaqilligimizga ko'ngil bo'lganda shu vaqtida desak 69-yildan buyon hozirgacha Amerika bu izlanishdan voz kechmadi deymiz. Endi shu qonunni ma'qullash orqali
vatanning o'zi mustaqil Turkistonga yo'l ochib ketmaydi. Bu deganki faqat ashadagi insoniy huquqlarimizningki dafsanda bo'layotganligi qisman milliy huquqimizning til, din, madaniyat cheklanishi bu milliy huquq. Bu huquqlarimizning dafsanda bo'layotganligiga qarshi Amerika bu qonunni ma'qulladi. Endi mushu ya'ni tadrijiy bu rivojlanishi mumkin. Amerikaningki Uyg'ur Amerika siyosatida tutgan pozitsiyasi tadrijiy taraqqiy qilishi mumkin. Bizmi shuning aqsida yana muzdek turishimiz kerak. Bizga faqat mustaqillik kerak deb. Biz kerak emas deb qattiq turganchigimizda hatto qurolliq biz urush qilishga tayyor deb chaqiriqni chiqarib turishimiz lozim. Qo'rqmayman. O'tganda Facebookda Germancha bir chaqiriq chiqarib qo'ydim. Bizga qurolliq yordam qilish lozim, NATO bizga yordam qilish lozim. Biz vatanimizni qurolliq ozod qilishga tayyor. Biz bunda xilqi Xitoyninki o'lim jazosiga tan berib tugab ketsak bo'lmaydi deb Germancha bir narsa yozib chiqarib qo'ydim. Tashkilotlarni chaqiriqlarni chiqarib turish kerak. Bizga mustaqillik kerak, bizga yordam qilinglar deb. Rahmat. Men shunga bir o'zimning fikrimni qo'yib olay. Bu qonun ma'qullansa Sharqi Turkistonning mustaqilligiga bir yo'l ichilamdi degan chog'da ichildi. Ichildi degan yerim bu qonun birinchi Uyg'urlarningki haq-huquqini qo'g'dashga maqsad qilingan bir qonun. Oldi bilan bu yerda Uyg'urlarning haq-huquqi qo'g'dilanishga boshlandi. Rasmiy bir millat sifatida yolg'iz bu yerda Uyg'urlarning emas, nəhayət aniq deb o'tilgan yeri bor. Qozoq va qirg'izlarmi deyilgan masala bor bu yerda. Hozir butun Xitoylar deyotdi. Masalan, mana Gepani bir minut aralab ketdim. Mana Xitoy virusi chiqqandan keyin hozirgi Amerika siyosiylarning deyotganda CCP hokimiyati o'zidagi butun Xitoylarga bu ishlarni qilyotdi deyotdi. Men deb qo'shib buni. Yo'q, men qonunni deyman-ku, men qonunning ichida bu yerda yalğız Uyg'urlarning deyotgan masala emas. Bu yerda qozoq, qirg'izlar debmi aniq Aşağıdaki Müslüman Türkler deb atalgan aniq gaplar bor bu yerda. Aşağıdaki bütün Müslüman Türkler degani aşağının etnik, onun üstüne etnik degani bek muhim. Aşağıdaki etnik, yerlik xalqi degan gap bu. Yani bu yerda nəhayət bizni xoşal qildigan taraf bütün şu coğrafiyadaki, şu topraqdaki xalqlar degan bo'lsa, buning ichiga Xitoylar, shu yerdagi Xitoylarmi kirgan bo'ladi. Şu yerdeki Tungallarmı kirgan bo'ladi. Ammo bu yerdeki aniq davatga yeri şu yerdeki Türk Müslüman xalqlar davatidi. Qozoqlarni, qirg'izlarni uchuq bu yerdeki bu bir bishorat bu. Bu nima degan chog'da nima uchun Pompeo berib Qozog'iston, Qirg'izistonlarda bütün qozoqlarning oq uylarigacha berib aşağıdaki siyasetçiler bilen, tashqi ishlar bilan ko'rishib Uyg'ur masalasini tonuşturdu, bizim vatanning masalasini tonuşturdu degan chog'da, mavu yalğız bir Uyg'urning davası emas, mavu qozoq, qirg'iz mush hammangning davası deganni ayad bildirdi bir. Yani birisi qonunning ichida Uyg'urlar bilan birga aşağıdaki yerlik, etnik, yerlik qozoq, qirg'izning davası degan shu qo'g'dashning ichiga kirgizyapti bu bir. Shuning uchun bu yerda bu bizga bo'lgan mustaqillik davosiga minishimizga turtki bo'lyapti amaliyotda. Endi inshaalloh endi bu yerdagi bir muhim bir masala biz men nima uchun buningdan Xitoyning foydalanib ketishiga biz yo'l qo'yishimiz kerakmi yoki biz texmi ilgirilgan asosda Abdurimjonning degandek biz qurolliq urush qilishga tayyor bir xalq deganni bildirishimiz kerakmi deganimiz eng muhim narsa. Biz qurolliq urushga tayyor xalq ekanligimizni bildirishimiz kerak. Har vaqt bu yerdagi Tibet davosidan farqimiz mushu bizningki. Tibet davosidan alayligimiz mushu. Biz qurolliq kurash qilib vatanimizni, jinimizni tikib mustaqil qilishga rozi bir xalq ekanligimizni har yerda bildirishimiz kerak. Bu bir. Ikkinchisi, hozir yillardan beri bo'layotgan mandaq bir masala borda, mustaqillik davosininki gap chiqsila, bu yerda men Sharqi Turkiston surgundi hukumatida bo'lganligim uchun Sharqi Turkiston surgundi hukumatini demoqchi emasman. Sharqi Turkiston
Uyg'uriston mustaqillik tashkiloti olsun va yoki qandaqla mustaqillik davosi degan narsaga chiqqandikinlar ig'ir bir hujum bor bu yerda. Mushuni parchalashga urinish bor. Mustaqilchilarning ichida bir tarafdan Uyg'uristonchilikni tashviq qilish orqali mustaqilchilarning orasini buzish bor. Undan keyin bu mustaqilchilarningki bir nishonga mingishininki bilib bilmay yaxshi va yoki qandaqli niyat olsun bu yerda bir parchalanish sababi. Amaliyot bizning qila oladigan ishimiz nima degan chog'da, o qonunning ichidagi bishoratlardan dars olishimiz kerak. Bu davo yalnız Uyg'urning davosi emas, ashadagi butun Turkiy xalqlarning davosi. Uyg'uninglar mustaqilliginglarning yo'lini ichinglar deyotgan bir bishorat ma'lum. Yani bu yerda nima uchun hozirgacha duk ikkiga parchalanib ketmaydi? Masalan, dukning ichida nurg'un g'avg'olar va bir-birisiga o'xshamagan fikrlar bo'ldi. Rabia Qodir bilan ayrildi, o'ttirsiz cho'ng masalalar bo'ldi. Nima uchun dunyo Uyg'ur qurultiyi ikkiga bo'linib ketmaydi? Nima uchun bu mustaqillik bu Xitoy bilan birga yashab ketamiz deydiganlarning o'ttirsi parchalanmaydi? Yo'q. Nima uchun biz mustaqil bo'lamiz deganlarning o'ttirsi ko'p parchalandi degan vaqtida biz birlik hisobni qurolmayapmiz. Biz birlikda bo'lishimiz kerak. Vatan ozod bo'lg'ich orliqda jinimiz chiqib ketsa-mu, mustaqillikqa ziyon yetadigan birligimizni buzadigan ishlardan uzoq turishimiz kerak. Agar shunda bo'lmaydi ekanmiz, nima bo'ladi degan vaqtida Amerikadagi bu davlatlarda demokratik davlatlarda majority degan bak muhim narsa. Majority degan shu xalqning ko'p sonlig'ini egallagan degan gap. Ko'p sonliq degan gap. Endi hozir e'tirof qilmasak bo'lmaydigan bir narsa, mayli qandaq tarafdan bo'lsin, Dunyo Uyg'ur qurultiyi xalqimizning oldab bo'lsa-mu, xalqimizning yana kelib mustaqillik, Sharqiy Turkiston mustaqillik deb amaliyotda boshqa yerda boshqa gaplarni qilib Xitoy bilan birga yashab ketishimiz mumkin. Uyg'urlar mustaqillik talab qilmaydi degandek gaplarni qilib, mau ikki yuzlimilik qilayotgan bo'lsa-mu, amaliyotda bu yerda necha ming kishini yig'ib namoyish qila oladigan, necha ming kishini bir yerga akila oladigan bir muntazamlashgan bir tashkilot holiga keldi. Endi bu yerda Amerika mushu qonunlarni ijro qilish va qonunning ichilaridami davatgan shu Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va shu yerdagi etnik musulmon turk xalqlari deb atashlardagi bishoratlardan biz dars olmay, agar yana biz param-parcha harakat qiladigan bo'lsak, nima bo'ldi desa, vaqti kelsa Amerika mushu masalalarda kimni qo'llaydi degan chog'da hech qachon o'z oldiga yolg'iz bir bayroqni chiqarib Washington Oqsaroyning oldida namoyish qilgan odamni qo'llamaydi. Aqsiga Uyg'urni egashtirib oladigan tashkilotni qo'llaydi bu Amerikami. Shuning bilan nima bo'ldi desa, aqsiga Uyg'urni egashtirib olganlar nimani talab qilyapti degan gap bor. U ijro qildigan vaqtda kelgan vaqtida Xitoy bayi deb o'tdik-ku, Xitoy diplomatiya jihatda taslimiyatchiligini o'zining taslim bo'lganligini e'tirof qilmay, agar Yevropa birligi, NATO'dak davlatlar Amerikaning yenidan yer ololmay, agar yana Xitoy tarafga og'digan bo'lib qolib qolsa nima bo'ldi? Xitoyning qo'lini uzanmasa nima bo'ldi degan vaqtida, u vaqtida Xitoy Amerika bilan tirkishdi. Amerika bilan tirkashgan vaqtida nima bo'ldi desa, Amerika Xitoyni to'liq parchalashga urinadi u chog'da. Shuning bilan bu to'liq parchalashga uringan vaqtida nima bo'ldi degan vaqtida Uyg'urning ichidagi kimni izlashga boshlaydi? Hali hamma izlashga boshlag'liq. Hali hamma ikki tarafdan Amerika izlanishda deb qarayman. Birsi hozir analiz qilyapti Amerika. Zodi bu Uyg'urlarni kim oqsiga boshlab mangalaydi? Uyg'ur xalqining asosiy keyniga egashtirib oladigan qaysi tashkilot, qaysi iqim deb qarayotdi. Agar biz mustaqillikni ana nishoni qilgan insonlar, bu iqimlar bir yerga kelolmasak, yana Dunyo Uyg'ur qurultiyini qo'llaydi. Oxiri Dunyo Uyg'ur qurultiyi nega qurdi buni degan chog'da Xitoy bilan bir ustalda o'tirib, yana bir qitim, buda qitim 13 moddalik bitimni imzolab, bundan keyin mangulik munqariz bo'ldigan yo'lga olib boradi uniki. Kuchak da'vo qildi. Men bir gapni qildiray, mutafanni. Asli bu keyingi savolda siz biroqlar hammasiga javob beryaptingiz. Shunga bu qitim sizning javob berishingizning o'rni yo'q-ku. Men qolgan ish gaplardan so'ray.
asli bu Abay sorgan sualım, keyingi sualım, biroq hammasiga shundoq atroflik nihoyatda yaxshi, bizni rozi qilgandek javob chiqdi sizdan. Sizga nihoyat rahmat deyman. Va mustaqillik akil olandi deganga mening bir ikki og'iz qo'yib qo'ygan so'zim bor. Ben şu sualım kelay, bu sualım şu Uyghur İnsan Hakları Kanunu eğer yol koyulsa, chet eldeki Uyghur teşkilat ve davagerler, müstakillik talep qilayotgan teşkilatlar, Sharq Turkiston sürgünde hükümeti qatorliq o'rinlar qanday qilish kerak? Yani farqli iqlim ve ziddiyatlik davagerler bu kanun münasebeti bilan buningdan keyin nimalar diqqat qilish kerak degan savoldi asli. Bu savolga Ümit Efendi asos jihatdan javob berib bo'ldi deb o'ylayman. Eğer to'liq tugmagan bo'lsa davomlashtirsangiz bo'ldi, bo'lmasa qolgan shikafdan bu savolni qo'shib turib biroq so'zlanglarsizlarmi demoqchi. Mayli, endi Abdurimjon, Ben bir işkenzge kılay. Hazır mı Ümit yediki münasibetsiz bir temaga kirip kaldı bir kadın bekala. Asıl sualım özü. Muşu kanun ma'qullansa Sharqiy Turkistonning mustaqilligiga yo'l echilamdi deganda bilmezmi, tushunarmi? Savolga biroq javob beribdi. Endi hozir mayli. Hozir bilinib ketayotgan narsa Sharqiy Turkiston Uyg'uriston emas. Bilinib ketayotgan narsa. Əməliyyatda bilinib ketayotgan narsa Sharqiy Turkiston. Dünya Uyghur Qurultayı nima bilinmaydi, bilinib ketdi. Dünya Uyghur Qurultayı Rabia xonimni o'rgatib, bankat reis bo'lgandan bo'lishning oldida 13 tashkilot chiqib ketdi. O tashkilotlar nima qildi? Sharqiy Turkiston Mustaqillik Harakat Tashkilotini qurdi, Sharqiy Turkiston Milliy Majlisini qurdi, ammo Dünya Uyghur Qurultayı degan nom bilan qurmadi. Sharqiy Turkiston sürgünlük hükümeti nima uchun o nom bilan parchalanib ketdi? Asli chiqib ketganlar boshqa nom bilan bir tashkilot qurish kerakdi. Sürgünlük hükümet degan hükümetni bir to'rt yerda qo'qilib turib, bilinib chiqib ketganlar yoki Sharqiy Turkiston ozodlik tashkiloti demdi, yoki Sharqiy Turkiston ozodlik fronti demdi, mandaq nom bilan chiqib ketdi bo'ldi. Unda qilmay turib, sen hukumat emas, men hukumat deb turib chiqib ketdi. Bu endi Uyg'uriston deganliklar bilinib ketmadi ular. Faqat Sharqiy Turkiston deb turib, sen boyagi men kelmayman, sen chataq, men chataq emas deb turib, mandaq bo'lib ketdi. İsmail Cengiz Efendi'ni vazifasini chekindirib, hukumat men deb chiqib ketdi. Kurash Ataxonni vazifasini chekindirib, parlament men deb chiqib ketdi. Sap yiliqli chiqib ketganlar elib chiqib ketdi. Andan keyin u yerga hukumat deb bir nom bilan o'tirib chiqdi. Mana yiliqi anglayotganlar xato tushunib qolmasin. Uyg'uriston deb agar Sharqiy Turkiston sürgünlük hukumat demaysa, Uyg'uriston sürgünlük hukumat deysa deb mandaq parchalanib ketgan bo'lsa, Sharqiy Turkiston sürgünlük hukumati hozirgidek 3-4 ga bo'linib ketganga o'xshash ma'lum bir partiyasi Uyg'uriston sürgünlük jumhuriyati deb bo'linib ketgan bo'lsa, u chog'da Ümitninki o'tirib qo'yganini amanna deydik. Zaten shu Uyg'uriston chugilar aski kelmaymiz deb men o'zimni tekshirdim, ammo o undaq bo'lmadi. Abdurimjon hozir bu qarindoshlar o'xshaydi. Ben xato tushuncha men xato tushunib qolmadim. Men xato tushunib qolmadim. Men anglayotganlar, suhbatni anglayotganlar xato tushunib qolmoqchi. Anglayotganlarni xato tushunib qolmasin, bu Uyg'uristonchilik qilib ayrilib chiqib ketdi degan emas. Gapga ulanib ketganlik uchun bunday mazmun chiqqan bo'lishi mumkin. Ammo yaqinning yog'i qaytadan biz Uyg'uristonmi, biz Uyg'ur state'mi, biz Uyg'ur vatanning ismi, vatanga ism qo'yish qoldirib ketmagan bir iqlim paydo bo'lyapti. Men shuni demoqchi, bu yer ifodada men ixtimatman. Biz ijtimoiy fikr vositalaridagi narsalar, o yerda tashkillanib rasmiy bir o'tirib chiqayotgan ishlar emas. Ya'ni bir ta'sir ko'rsatgidek ma'lum darajada ilqi millatni bo'lib chiqib ketgandek bir bosqichga yetmagan, faqat kishilar o'ziniki hatto ismini bayon qilmaydigan, rasmini ko'rsatmaydigan odamlar o'tirib qo'yib munozara qilayotgan bir narsa. Shu zehn mening demoqchi bo'lgan umumiy maqsadim nima degan vaqtida biz hozir hech qanday narsaga zehnimizni mashg'ul qiladiganqa bizningki undaq bir lyuksimiz yo'q. Bizning Hatta şu sosyal medyalarda mening o'zimning fikrim to'g'ri deyish o'zimi biz uchun bir gunoh darajasida hozir bizning faqatla deydigan yerimiz nima desa shu ibodat. Biz bunday aytgan chog'da bizningki iymonimiz o'rnida bo'lib qolgan bir narsa nima desa biz Allohga qanchalik e'tiqod qilsak
biz Sharqi Turkistonning mustaqilligiga shunchalik bir e'tiqod bilan, shunchalik ishonch bilan birlik g'izingga qildigan va harakatimiz o'tdagan, qo'pgan, hatto nafas elishimiz mustaqillik deydigan Abay Abdurahimjon degandek biz qurolliq urush qilishga tayyor bir xalq ta Sharqi Turkiston mustaqil bo'lguncha bu yo'ldan yonmaymiz deganni biz Amerika boshqa davlatlarga bildira olishimiz kerak. Endi boya mujohidlar u bu degan to'g'riliq bundaq salbiy gaplarni qilmasanglar deb bir tekst mesaj kelib qolibdi. Mishadimi qo'yib o'tay. Bu yerda qarindoshlar, anglayotuvchilar bizni mujohidlarga qarshi bir insonlarmiki deb qolmanglar. Mujohidlik degan bu amaliyotda vatanni qutuldirman deb qo'liga o'zining jinini atab turib kurash qilman degan insonlar. Bu insonlar amaliyotda hammadan burun o'zining jinini pido qila oladigan insonlar deganlik. Ammo bu yerda bizning demoqchi bo'layotganimiz mujohidlik qilipiga kirib olib, xalqimizni tuyuq yo'lga boshlab, amaliyotda Arab uchun, boshqa millatlar uchun o'lib turadigan bir holga akab birayotganlarga qarshi qilayotgan gapimiz bor. Ammo mujohidlik agar haqiqiy mujohidlikninki yo'li bilan o'zimizning vatanining mustaqilligi uchun kurash qiladigan mujohid bizning ras mujohidimiz bo'ladi. Agar mujohid ras mujohidligini qilaman desa, bir Xitoyning bunini qanatish kerakki, bir Arab uchun o'lib emaslik kerak. Mening gapim tugadi. Meniki o'zim chiqadi. Ma telefonniki batareyasi tugab ketib, demak chiqib ketib, hozir to'qqa chiloy qarindoshlar. Hemen qaytib kirma. Bo'ldi. Endi muammaslar ishkanlar o'tirsida jada talash tatishlar bo'lindi. Endi bu yerda talash tatish emas, bu izohat. Izohat bo'ldi. Boshqasi bu to'g'riliq millatimiz muandi, boshqasi buni televizorda bu yerda deyishmasak, mening muammasligim bu qonun mustaqillik elib kelamdi degan masala kelgan chaqda sizlar masalan surgunlik hukumat bo'lsin, tashkilotlar bo'lsin, deyoqqa o'tirishdagi munosabatga tayinib turib, masalan hozir Umid apandim dedi, masalan deyoqadek avtonomiya deydiganlar masalan jiq bo'lsa olmadi. Men bu masala bunda qaramayman qarindoshlar. Mening millatimda tushuncham siyosiy masaladagi nuqta bo'yicha buni cho'ng jihatdan o'ylayman de. Cho'ng jihatdan o'ylayman degan qaysi masala degan chaqda meningcha men tushunadigan Amerika, men tushunadigan bu davlat eng avval buni hozir Xitoyga qo'yayotgan strategiyasi qaysi strategiya desa, mushu bir qonun ma'qullash orqali irqiy qirg'inchilikning oldini olish. Irqiy qirg'inchilikning oldini olishni bu yerda asosli bu strategiyasi kirgizdi. Ikki bizning masalamiz kelgan chaqda Xitoyning umumyuzlik siyosati kelgan vaqtimizda CCP hokimiyatiga qat'iy o'rin yo'q deyotdi. Endi o'rin yo'q deyotdi. CCP hokimiyati taxtdan tushish kerak deyotdi. Anda qolgan bo'lsa Amerikaningki savdo söhbati, savdo jini boshlanishdan avvalgi 15 turlik talabi bor. Biz 15 turlik eng avval shu talabdan tadqiq qilishimiz kerak. 15 turlik talabining ichida ilgari, masalan, bizning Sharq Turkiston va Uyg'uristondagi vaziyat qanday bo'lgan bo'lsa, masalan 2015-yilda demakchi, şu kampla açılmagan normal holat kelish kerak, internet aloqa normal holat kelish kerak, insonlarning normal hayotga kelish kerak degan bu talabni o'tirib qo'yib kelgan. Keyin bu yerda endi bu Xitoy virusi chiqqandan keyin bu umum dunyo vaziyatiga keldi. Endi mening bu yerda deydigan yerim mushu qonun ma'qullansa bizning mustaqilligimizga elib kelamdi degan chaqda men %100 bu elib keladi deb o'ylayman. Devatqanim bu qonunlar emas. Bundan keyin davlat qurishga doir yana turkumlab qonun chiqadi deb o'ylayman. Bu birinchi fundamenti, birinchi bosqichi. Nima uchun degan vaqtimizda bu qonun irqiy qirg'inchilikni oldini olish qonuni yoki to'xtatish qonun ishkir degan bayatliq tushunchalarni berdik. Endi biz dunyoga qaraylik. Zaten mushu irqiy qirg'inchilik uchirgan xalqlar mustaqillik erishdimi, erishmadimi deganga qaraylik. Bu yoqqa qarasak, masalan 99-yilgi Sharq Temur irqiy qirg'inchilik uchirgan. Bu mustaqil bo'ldi, Indoneziyani ag'irlab chiqib. Buni anda qonun ketgan, munda qonun ketgan degan gaplarni demayman. Albatta, g'arb dunyosi, Amerika bir davlatningki yana bir davlat ish yapirish uchun cho'qim qonun bilan ma'noda, qonunsiz ma'nodan qonun ma'qullamay turib ma'maydigan ish bo'lmaydi. Anda qo'ygan bo'lsa, ishki Iroqning shimolidagi kurdlarga ko'ydirgich bomba atgan, xemiylik bomba atgan bu
Şimal Irak qaranglar. Şimal Irak'nınki Kurdlar rayoni Erbil bu 2-3 yil avval mustaqil bo'lamdi, bo'lmam degan referendum o'tkazib, bu 95% ovoz bilan mustaqillikni xalq xohladi. Faqat chegaradagi davlatlar buni qo'shilmaganligi uchun ham u davlat bo'lgan vaqtimizda bir chegara otlab chiqishda qiyinchilik bo'lganligi uchun bu turibdi. 3 Kosovo. Kosovoni xabarimlarda bu irqiy qirg'inchilik uchurdimi, uchirmadimi? Bu bizga yetmagan darajada irqiy qirg'inchilik uchurdi. Shu vaqtning o'zida masalan Yugoslaviya cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, NATO armiyasi kirdi. 72 soatning ichida Yugoslaviya armiyasi taslim bo'ldi. Ammo bu yerda da'vatqinimiz bu qonun ma'qullangan amon va yoki aytli o'tirib mustaqillik deganlik emas. Masalan, kosovoliklarning jingi 98dan 99gacha bo'ldi bir yil. NATO'ning hukmronligida, ya'ni NATO'ning hukmronligida ozod bo'lgandan keyin 2011-yil 2-oyning 17-kuni kelgan chaqda mustaqilligini jakoladi. Bu ikki huquq ayrim bo'lishi kerak. Undan boshqa 3 Sudanning Darfur rayoniga qarayli. Sudanning Darfur rayonidagi irqiy qirg'inchilik qachon bo'lgan? 2003-2004 bo'ldi. Bu ya'ni g'arb dunyosi irqiy qirg'inchilik deb tunib, har turli oldin olish tadbirlar orqali buni kontrolga olgandan keyin Janubiy Sudan rayoni mening bilishimcha 2009-6 yil bo'lgan chaqda mustaqilligini jakoldi. Undaq bo'lgandan keyin bu yerda bu qonun bizning shu mustaqillikka olib kirishdagi bu tunji bosqich. Agar shu qonunni tutib qilib turib, kompartiya hokimiyati masalan o ayrim masala, agar bu yerda ana ochqich shu g'arb dunyosi ya'ni kontrol qila olsa, Amerika g'arb dunyosi kontrol qila olsa, bu vaqtning o'zida shu qonun tutgan asosda menimcha bu 100% bu yo'l apartab. Ham bu yerda bir gap bor. Millatimiz, bu yerdan bor qarindoshlarimiz sal kichik jihatni tushuntirman, cho'ng jihatni tushuntirishga tirishaman. Bugun dunyo globalizm bilan nasionalizm o'rtasidagi bugun bir jangning ichida. Buni millat cho'qim bu jangning ichida deb tunish kerak. Bu jangning shaklima ilgirki yillarga o'xshash, masalan, necha avtomatkin apirtirib jang qildigan, tonlab bomba atadigan shaklda emas. Bugun iqtisod bilan xuddi Xitoy hukumatining Amerika, Yevropaga bordigan bir atom bombasi qurollari bo'lmaganligi uchun shunga bu virusni yasab chiqib, butun dunyoga taqitib, bugungi dunyoni iqtisodiy jihatdan cho'kirib muholat akeldi. Endi buning qanday oldigan tadbirlari bor degan vaqtning o'zida har turli taraflari bor endi. Bu yerda bu birinchi bosqich, shu qonun bizni mustaqil olib kelishda hal qilg'ich rol o'ynaydi deb o'ylayman. Unda bo'lgankan bu yerda millat o'tirib globalizm bilan nasionalizmdan iborat bu ikki qutb jang qilayotgan bo'lsa, jangga kirgan bo'lsa, biri Xitoy taraf globalizmchilar ojizlashib cho'kayotgan bo'lsa, millat bu vaqtimizda qayerni tanlash kerak degan masala chiqadi. Bu yerda biz qaysi nuqtani tanlash kerak degan. Bu yerda biz tanlaydigan maydonimizni aniq bo'lish kerak. Faqat biz maydonimizni aniq tanlab, mustaqillik irodamizni jonliq bildigan vaqtning o'zida endi buni to'g'ri deb qaraymiz. Hozir xalqimizning masalan kechiringlar teoqiyaning odamlari masalan BDTning oldidan ketolmaganligi demakki bu yerda o'tirib bularning global cho'kayotgan globalizmchilarning din natija kutayotgandek ahvol chiqyapti. Amaliyotda globalizmchilar cho'kdi. Bu cho'kayotdi. Anda bo'lgan bo'lsa biz mustaqillik deydiganmiz, anda qolsa nasionalizm bo'lgan Amerika deyotgan vaqtimizda hozirgi Donald Trump hokimiyati atrofidan o'rin olishimiz kerak. Hech qachon xato maydonda o'rinib qilishdan millatimiz ogoh bo'lish kerak. Masalan, buni isbotim qaysisi? Angliya bilan Fransiya ayni vaqtimizda 100 yil so'qishdi. 100 yil so'qish jarayonida mening davlatim bo'lgan Norvegiya Fransiya taraf tutdi, Daniya bilan Shvetsiya Angliya taraf tutdi. Urushda kim yengildi? Kim yengib oldi? Bu yerda masala kelsak, Fransiya yengildi, Angliya yengib oldi. Norvegiya ham badal to'ladi, tam jang qildi. Daniyaning ostiga 500 yillik setib etildi. Shuning uchun biz bu yerda cho'ng jihatdan aytgan vaqtimizda millatimiz bu globalizm bilan nasionalizmning mohiyatini to'liq tushunish kerak. Dunyo bir yangi dunyo qarab turib ketyapti. Bu virus orqali masalan Amerika hukumati hozir Dunyo sahiyat tashkilotidan, inson huquq tashkilotidan chiqib ketdi.
səhiyyə təşkilatına beradigan pulni qısıvatıdı. Yəni rast depdikendəysizlər uzaq qalmay o'tirib Xitoyning butun qo'yniga cho'kib ketgan BDT Birlashgan Davlat Tashkilotidan chiqadi. Chunki bu sistema dunyoni chirtadigan, Xitoyning manfaati uchun ishlaydigan sistema bo'lgan bo'lsa, undaq bo'lgan bo'lsa, az sonliq millatlarning dunyodagi bizga o'xshash zulm qilinayotgan millatlarning manfaatini qo'g'dash uchun yangi bir organizm shaklini qurib chiqishga to'g'ri keldi. Bu yerda demoqchi o'g'lim, millatimiz bu nishonga kelgan vaqtning o'zida o'zining mustaqillik maydonini ifodalash degan narsa muhim. Ammo qaysi maydonda turib, kimning maydonda turib mustaqilligini ifodalash degan narsa bak muhim deb o'ylayman. Bak muhim ekan. Endi bu yerda men yana birsiga day, millatim azroq bir dakitukining ichida menga kelgan savol qaysi degan chaqda, masalan bu yerda bir turkum insonlarningki, masalan globalizmchilarning qishida o'tirib bu yerda shular tarafida turib globalizmchilar yengilsa, az sonliq bo'lgan Oqsaroyning oldida turayotgan masalan nasionalizmchilar nayt az bo'lsa, undaq bo'lgan bo'lsa, bu yerda o'tirib biz setilib ketamizmi degan bir savol kelib chiqadi. Meningcha bo'lgan vaqtingizda men undaq deb qaramayman, ammo millatimiz yana o'tirib nasionalizm, ya'ni Donald Trump bu hokimiyat tarafida turish kerak, ham biz cho'qim qiladigan nuqta. Ammo bu yerda bir nuqta bor. Amerika hukumatiningki Xitoydan kutgan talab qaysi degan 15 turli talabda hozir ham bunaqa CCPga yo'l yo'q dedi. Endi inshaalloh mening tushanchamga butun yo'l ochilgan chaqda Sharqi Turkiston va yoki Uyg'uristondagi Uyg'ur bo'lsin, Qozoq bo'lsin, bizning zaminimizda yashayotgan butun xalqning mustaqillik masalasiga kelgan chaqda ovozini oladi deb o'ylayman. Rahmat mening buni bergan tushuncha. Erkinning gapiga bir narsa qo'shimcha qildi. Erkinning oxirgi gapi nihoyat muhim bir gap. Masalan, shu biz globalizm bilan nasionalizmning o'rtasida, ya'ni masalan bu globalizm cho'kdi. Endi biz qayerda yo'l olishimiz kerak degan mazmun. Bu yerda mana shu yaqinqi mezgillarda o'zinglar bilasizlar, mana shu Dunyo Uyg'ur qurultayiningki Amerika bilan bir ustalga o'ttirgan vaqtidami, ashada bir Xitoy va Xitoy demokratchilari bor. Ma'noga diqqat qilishimiz kerak qarindoshlar. Shu hozirgi mushu biz davatgan qonun amalga oshsa, shu qonun Sharqi Turkiston mustaqilligiga ip baramamdu degan narsaga bak muhim nuqtada biz. Chunki hozir agar mushu peti xalqimiz o'zining maydonini aniq qilmay, mushu peti mangsa, hozir Dunyo Uyg'ur qurultayiningki vakillari shu yerda men lider davatganlar Amerika bilan bir ustalda o'tirgan vaqtida Xitoy demokratchilari bilan bir yerda o'tirib muzokara qilinyapti shu Uyg'ur masalasi. Ammo Hong Kongliklar bilan parang qilgan vaqtida Hong Kongliklarni ayrim chaqiryapti. Tibetliklar bilan bir ishni muzokara qilsa, Tibetning ustida Xitoyning demokratiyasi yo'q. Tibetliklar deydiki, bu Xitoyning nima ishi bor bu yerga deydi. Tayvanlik bilan bo'lsa, Tayvanlik o'zi bilan qilyapti. Ammo nima uchun bu Sharqi Turkiston masalasiga kelgan vaqtida shu ustalda bir demokratchi Xitoy paydo bo'ladi degan vaqtida ashadagi mushu maydonning Xitoy bilan ayrilanmaydigan mushu Xitoy oshiqlarininki bu globalizm cho'kib Xitoy hozir erkin deganda kommunizm, ya'ni Xitoy kompartiyasiga CCPga bundan keyin dunyoda o'rin yo'q deyotgan holatida Xitoy yangi sistemaga o'tib Mavi Qizil Xitoy bilan yana endi qo'pib mavi Qora Xitoy xuddi Gomindan bilan Gongsandan almashgandek bir hokimiyat almashtirib qolsa, yana Xitoylar bilan birga yashab ketishga rozi shu Uyg'urlar ashad o'tirib olishning planini qilyapti hozir. Shuning uchun xalqimiz bu erkinning gapiga yana bir men qo'shimcha qildigan yerim, Trump'ninki prezidentga chiqishdan burun va chiqqandan keyin ba'zi degan gaplari bor. Xuddi nihoyatda irqchidek ko'ringan. Bu 6 musulmon davlatning Amerikaga kirishini cheklayib o'tishidek musulmonlarninki g'azabini keltiradigan, masalan, Amerikaninki elchixonasini nimaga Tel Avivdan nimaga yo'tkishi
İsraildagi elchiliklerini degandek musulmonlarni nihoyat g'azabga keltirgan, Trumpga o'sh bir holatga akagan bir narsasi bor. Bir gaplari bor, qilgan ishlari bor. Amaliyotda biz bu yerda hozir manda o'ylashimiz kerak. Musulmon davlat degan bir rasmiy, haqiqiy musulmon davlat bormi deb o'ylashimiz kerak. Haqiqiy bir musulmon davlat yo'q dunyoda. Agar haqiqiy bir musulmon davlat bo'lgan bo'lsa, u Arakanda qirılgan u musulmonlarga va Sharq Turkistonda hozir qirilayotgan musulmonlarga qarab turgan bo'lmadi. Hech qanday davlat sistemi musulmon davlat emas. Masalan, Pakiston Islom Cumhuriyeti deb ismini qo'yib olgan Islom Cumhuriyeti nima ish qilyapti? Xitoyning qo'ynida hozir, Xitoyning kuchiga. Shuning uchun uyg'onishimiz kerak, qarindoshlar. Biz musulmonlarni qo'g'daydigan darajadagi kuchli bir davlat vaqtimizda qo'g'dayli, oldi bilan davlatimizni qurib chiqaylik, biz davlatimizni qurdiraylik, oldi bilan o'zimizni qo'g'daydigan o'rganishimiz kerak. Bu Amerikaning o'zining Falastin davlatini qutuldirolmayotsa, Uyg'urga nadiki navbat va o'zining ishida o'zini qutuldirolmayotsa, biz hozir jinimizni, milimizni, ideyamizni, fikrimizni biz Arablar uchun qurbon qilib turadigan bir holatda emas, qarindoshlar. Biz uyg'onishimiz kerak. Bir so'g'ayrim shu meniki. Ben shunga kelgan chaqda Umid apandim faqat 1 minut deyman. Bu shu hozir yana uzrab ketdi, 2 soat qoldi shundan tugadi. Men qardim. Milletimiz nimishqa degan chaqdan globalizmning qurboni bo'lib keldi deyishimizdagi sabab hozirgi nuqtani biz nima uchun talash tortish qilmaymiz degan vaqtimizda globalizm degan bilan nasionalizmni tushuntiryapmizda ayni vaqtda globalizmning kaynida kim desa bir turkum boylarni dunyodagi boylarni o'z ichiga olgan Xitoy. Bu Xitoy Mushu Amerika bilan Isroilni dushman degizish orqali dunyodagi eng asosli dushman degizish orqali o'zining yetadigan bir siyosiy maqsadi bor. Ya'ni Amerikani yengib tushish. Bular o'tirib mushu bizning diniy qarindoshlarimiz mushu masalani to'liq oydinlashtirib ololmadi. O'qitayotgan buzuq fatvolar Saudiya Arabistonidan har yerdan kelgandan keyin boshdan oxir dushman Amerika bilan Isroilda o'tirib, shuning bilan bu Falastinliklarda biz ko'rmagan zulm yo'q, bizdek zulm yo'q. Bo'lmagan ahvol ostidami kichigidan tarbiyalangan globalizmchilarning yetishtirgan, kechiringlar, mollalar orqali yetishtirilgan insonlar yanada o'tirib, masalan, hozir dunyoda nurg'un insonlar bir Xitoyning buni qonimidi. Sebep bu yerda mushu insonlarimiz globalizmchilar, ya'ni Amerika, İsrailni o'shko'gichilar tarafda turib Xitoyning manfaatiga ishlayotdi demoqchi. Mening aytgan gapim shu. Bu ishlarni millat o'zi endi buning ta'tirisiga o'tish kerak. Ta'tirisiga o'tgan vaqtingizda o'zining manfaati, o'zining millat uchun xizmat qilgan bo'ladi. To'g'ri. Bu tahlilingiz bak yaxshi bo'ldi, rahmat sizga. Unda xo's yana bir savolga o'tib ketdim. Oldingi yilmi Amerika Kongressida ma'qullangan, ya'ni Uyg'ur avtonomiya rayonidagi 20 hukumat organlari, shirkat, 8 nafar hukumat xodimlari, soqchi xodimlari va shirkat boshliqlarini jazolash qonunimi chiqqan ekan. Bunda bo'lsa, bu hozirgi Uyg'ur inson haqlari qonuni o'rtasida ijro qilish farqi bormi? Ya'ni oldingi yildagi u qonun hozirgacha biror natija ko'rsatmabdi. Bundaqda navbatki bu qonunmi shuning o'xshashda jimpetili qoladigan, hech qanday ta'sir yetkazolmaydigan ijroiyat kuchi bo'lamdi yoki bo'lmamdi degan savol. Qaysinglar yana mening javob bergim kelyapti endi. Men o'zimning fikrim deb boqay, bu yerda mening albatta hammamiz o'zimizning fikri va o'zimning fikrim ijro bo'lmayotganlik yoki bo'layotganlikni xalqimiz o'zidan ko'rish kerak. Biz har bir Uyg'ur o'zimizdan so'rashimiz kerak. Men Abay Erkin deb o'tib ketgandek, hammamiz o'zimizdan so'raydigan savoldan javob ola olamiz. Biz boshqalarni ayblashdan burun oldi bilan har bir Uyg'ur o'zininki qaysi maydonni tutayotganligini, qaysi maydonda turayotganligini so'rash kerak. Agar Xitoy bilan yana mangu birga yashab ketishni orzu qilayotgan, Xitoydan ayrilg'isi kelmaydigan, Xitoyga oshiq bo'lgan insonlarning va yoki shundoq insonlar boshqarayotgan tashkilotlarning orqasidan mang'idi ekan, ya'ni bu yerda
qandaq bo'lsin shular bir ish qilyotidi deb uyaga bu yerga rasmga tushib ana amay men degandek globalizm cho'kib Xitoy Kommunistik Partiyasiga bundan keyin dunyoda o'rin yo'q deyotgan Amerika dunyoninki kelajagininki bishoratini berib qo'ygan holatdimi yanala Xitoyning kelajagini analiz qilgan vaqtida ustalda demokratik Xitoylar bilan birga o'tirib bir ish berayotgan Uyg'urlarni qo'llash davom qilmasa agar mushundaq davom qilib ashularning shu qilayotgan ishini ish deb qabul qilib shularni qo'llash davom qilib mangsa hech qanday qonun amallashmaydi Uyg'urga hech qanday foydasi bo'lmaydi faqat Xitoyga foydasi bo'ldi To'g'ri, to'g'ri. Uyg'ur uyg'onish kerak oldi bilan har qanday qonunning amallashish yoki amallashmaslik bu qonun chiqqandan keyin uyni Uyg'urga foydali qilish yoki Xitoyning manfaatiga ishtirib berish mushu Uyg'urlarning maydonini belgilashga qoldi. Bundan keyin texmo buningga sezgur va aniq maydon bilan harakat qilgan vaqtimiz qoldiki, ish qilyapman deb o'zini ko'rsatayotganlarning qaysi ustalda o'tirayotganligini, kimlar bilan bodi keldi qilayotganligini analiz qilib turib, ularning kelgusida Sharqi Turkiston Uyg'urlar uchun xizmat qilyaptimi yoki o'zining kelajagi uchun yana berib shu 12 ya 13 moddalik bitimga qo'l qo'yib Xitoy bilan bir yerda o'tirishning planini qilyaptimi deganni his qilib turib, undan keyin qo'llashimiz kerak bir tashkilot yoki iqimni. Yaxshi javob bo'ldi. Men buniki siz degandek bu hozirgi masalan shu o'tgan yil e'lon qilingan 20 saqchi organi 8 shirkat 9 Abdum rayoninki amaldori Chingchuangu andeniqi Shuhratdin Shavklatidin ikkisi bor hamda Uyg'urlardan. Ben ularni Shuhrat Zakirdi, men uni Xitoy bo'lgandan keyin buni Xitoychani yaxshi bilibsizmi Shavklatdi deyman hamda ular. Endi u demak bu yerda bu 9 Xitoy borda hamda bu 9 Xitoylar o'tgan yili mushu qonun ma'qullanishning oldida bu yerda qor tizimlikka kirgizish masalasi muzokara qilingan. Hozir endi men yangi chiqqan qonunda bu to'g'riliq tafsil bir narsalarni ko'rib bo'lmadim, ammo mening diqqatimni chekkan narsa, diqqatimni tortgan narsa Magnitskiy qonuni bo'yicha shu vatanda Uyg'ur bo'lsin, shu Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa yo'liqqan insonlarni jazolash degan bir nuqta borda. Andaq bo'lgan bo'lsa bu yerda kimni jazolash degan nuqta kelib chiqadi. Men o'tgan yilgi gapda masalan, shu Shuhrat Zakirning 9 insonni jazolash masalasi bo'lsa, buning masalan viza cheklamasi bor, mol mulkini to'ng'itish bor, ularning butunlay personal aloqa ishlari bor, ularning tashqi dunyodagi mol mulk masalalarini to'ng'itish, vizani tortib nurg'un narsalar kiradi endi. Magnitskiy qonunni shuning uchun bu Amerika kengaytirib, tuzab, kuchaytirishga sababimi Aşının iqtisadi meseleleri, her türlü meselesini Xitoy hükümeti mesela şu emeldarlar dünya mesela kriminal court jinoiy ishlar organi qatorliq a'zo bo'lmagandan keyin bu yerda shu Magnitskiy qonun bo'yicha jazolaydigan bu sistem bor ekan, bu yerda qonun bor ekan. Ham Amerikaning deganda yangi bir lista chiqardi ekan buningki. Ham bu o'tgan yil e'lon qilganning o'zida bu yerda Abdum rayonidagi 20 saqchi organi bor. Bay deganda mushu munosabatli yuz tunish texnikasi bilan mushu erkiy qirg'inchilikqa munosabatlik uskunlarni ishlab chiqargan, yuz tunish texnikasi qatorliq ishlab chiqargan mushunga munosabatlik shirkatlar bor endi. Baylar desak bu kompartiyaning o'zida butunlay yeshil chiroq yiqib berganlar, ya'ni shu kommunistlar, ashlarning avlodlari endi. Bu yerda bir qo'rqinchli bir narsa bor ekan endi. O'tgan yil muzokara qilindi bu ish. Qaysi nuqta degan vaqtning o'zida mushunga munosabatlik Mushu erkiy qirg'inchilik munosabatlik 9 amaldor bo'lgan bo'lsa, buning tashqi dunyodagi mol mulklari, viza ishlari nurg'un cheklash kelgan vaqtning o'zida, undaq bo'lsa mol mulklari kimning qo'lida degan narsa chiqdi-da bu. Undaq bo'lgankan biz hozir qarab baqsak, bizning da'voyimizda bo'lsin, har yerda bo'lsin, bizning da'voyimizda nurg'ulgan shu ashadagi burunqi amaldorlarning bolalari bugungi da'vo sipida endi. Bular mushuni kontrol qilib kelgan. Andaq bo'lgankan bu yerda dadisi,
Masalan, bir amal müşahede badaylı, bir amal dava sipimizdeki birisi bo'lgan bo'lsa, bunun mesela Şöhret Zakir'ni uch xil tilga olaylik. Şöhret Zakir'ning ustidan Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qildi deb o'tirib, Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolaymiz desa, iqtisodni to'nglatsa, har bu yerda o'tirib, bu tashqi dunyoda bu mol mulklarni kim saqladi? Unda qolsa buni urug' tuqqanlarga berib chetildigan ish chiqadi ekan. Shundoq bo'lgandan keyin bu tashqi dunyodagi urug' tuqqanlarga, boshqalarga bexatarlikka, masalan deyli, bular Şöhret Zakir'ninki urug' tuqqanlari va yoki boshqa amaldorlarning urug' tuqqan tashqi dunyoda bo'lgan bo'lsa, buning shaxsiy uchur materialini e'lon qilgan ahvol ostida ular davlat tarafidan jazolanib bo'lguncha boshqalar tarafidan jazolanib ketmaslik uchun buni maxfiy tutadigan yeri bor. Ammo buning icra qilingan vaqtning o'zida qanday bo'lgan vaqtning o'zida 9 shaxs ashunday icra qilingan vaqtning o'zida bu kengayib o'tirib tashqi dunyodagi shu Uyg'urlar va vatandagilar irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullangan, masalan, soqchi organning amaldorlarining bolalari bu yerda bo'lgan bo'lsa, bu mushunda qanday to'g'risini kelib tutishib ketadi ekandi. Oshlar berish jarayonlarida masalan nimani sotdi, nima aloqalarni qildi, shu jarayonning o'zida masalan oilam urug' tuqqanlarimda o'tirib nimalarni yo'lladi, ham buning doirasi bak cho'ng emaslikka. Shuning uchunmi masalani o'tgan yili Refiyat e'lon qilgan vaqtning o'zida Abdumur oylik eng oliy sud ikkisini tushirib qo'yib turib e'lon qilgan shu eng cho'ng bo'visini. Endi bu yerdagi gap vatanning ichidagi masala hozir bizning davoyimizda bu chuvalchaq bo'lgan narsa qaysi vatanning ichidagi amaldorlarning bollarimi tashqi dunyoda bo'lganligi uchun urug' tuqqanlari va yoki soqchi organlarida ishlayotgan urug' tuqqanlarning bu pasport ularning qo'lidagi tashqi dunyoda bo'lganligi uchun bu yerda nihoyat bir murakkab, bir qo'rqinchli bir anzik ichiga doirasiga kirdik. Ammo bu bizning davoyimizda, mening tushuncham bo'yicha davoyimizdagi chiriklikni, passivlikni bu yerda saplashtirishga alohida roli bor deb o'ylayman meniki. Ammo inshaalloh qachon bo'lsa, tiz bo'lsa shunchalik ijro qilishdi deyman. Nimishqa degan vaqtimizda bizning davosimiz meningcha mushu nuqta orqali saplashidir. Mushu nuqta orqali urug' tuqqanimni yo'qlab keldim deb o'tirib, davo sepidagi muhim amaldorlar o'tirib, aeroplan bilan bordigan, nimani berdigan bu ishlarga qattiq bir chegara oldi, cheklama oldi. Hatto vaqt kelib qolsa, shu qonun bo'yicha, Magnitskiy qonuni bo'yicha jazoga chiqadi degan gap. Endi bu yerda men ko'pchilik bilan bir narsani degim keldi. Men bu orqali deyman, biz o'tgan yildan tortib shu vatan sevgan qarindoshlarimiz bilan Shi va Chinni xalqaro sudga chiqish deb o'tirib bir 10 ta tur gaplarni qilmadik deb o'ylaymiz. Degan vaqtimizda nurg'un insonlarimiz bizga shunday degan, bu mumkinmi? Mush amaldorlarni Xitoyda amaldorlarni xalqaro sudga ochqil bo'lamdi degan. Bugun qarasanglar, tashqi dunyoga qarasak, bugungi dunyo nima deyotdi? China must be held accountable deydi. Anda qolsa Xitoyni jazolaymiz. Bu yerda iqtisodiy jihatdan cho'kadi. Dunyoni hozirgidek palash holatga keldi. Buni iqtisodiyotli jazolash emas, bu ximiyli qurolni boshqalar ishlatgan jazolagan vaqtda bu osonlashdi degan gap bu yerda. Shi Jinpingning bu yerda o'tirib jazolanish osonlashdi degan gap, undaq bo'lgandan keyin Tevandagi Chen Chuango va 9 amaldorlarniki bu yerda jazolanishi bizning ko'z oldimizga keldi degan gap. Bu qonun meningcha o'g'al vaqtimizda ijro qilindi, maxfiy ijro qilindi. Bay degandek bu tashqi dunyodagi amaldorlarning bolalari bo'lsin. Bu ish biz uchun aytgan vaqtimizda nihoyatda mening eng qattiq xushvo'g'ay nuqtam shu. Yana birsi. Meniki to'liq qayg'ingiz bormi? Nihoyatda yaxshi javob berdi qarindoshlarimiz. Bo'libmi o'tgan yildagi o Magnitskiy qonunining ijroat ahvolini albatta da'vogar sifatida biz talab qilishimiz kerak edi. Ondan aqıstinlikle söyleydiğen, neticesi qandaq oldu deydiğen, bundaq yalının özde, xuddi mavu erkin qarindişimiz diyen oxşaş, Abdumur ayında jazaga uçurab ketadigan amaldorlarninki jadid-jamat, jiddi-juqulları bo'lgandikin avlodlari. Albatta onu sürüştü qilmaydi. Endi ümit deganga oxşaş, şunun aqısida özümüz turishimiz kerak. Endi mavu qonun, bu favqulodda qonun. Başlab tozalash kerak da, ha? Ya hazırmı Abdurrahimcan'ın gepini kesip
kesyaptimi yo'q? Hozirmi mushu erkin degandek mushu qonunning gerçi undaq ko'rinishda mush qonunga nihoyat xushuvotganda ko'ringan amaliyotda intayin yuragi pok shu tuyg'u seqirgan insonlar jiq. Men mush qonunmu mush orqali besilib qolamdikin deb nihoyat qattiq qo'rqim. Shunga bu xalqqa butun kecha kunduz devatgan yerim, hammamizning devatgan yeri yo'q mush qonunni ma'qul ching turinglar deyishimizdagi sababmi? Endi xalqimizningmi bay nima uchun biz qaynab, masalan shaxsan men nima uchun qaynab xalqimiz maydonini qilish kerak deb ketimiz degan chaqda va erkin degandek, Abdurumjon degandek bu yerda tuyg'u seqirayotganlar bor. Afsuslanarligi shu tuyg'u seqiraydiganlar hozir xuddi shu Uyg'ur qonunini xuddi o'zlari tasdiqlatgandek, xuddi shular bu qonunni shular ijod qilib chiqqandek hayajonlanib so'zlab ketganlar bor. Afsuslanarligi bu erkinning o'tirib qo'ygan nuqtasi bekli negizlik nuqta. Masalan, shu hozir Dünya Uyghur Qurultayının içinde Ali məsləhətçisi ya bir nima deb isim qo'yganlarning ta shu 2016 yillargachalam shu bizning vatandan atalmış shu Şinjan Uyghur Abnum rayonining u darajalik bu darajalik boshliqlari kelsa, ashlarning uyiga yetib qopib, shularning uyiga mehmonga tushdi. Ularni atalmış Vayban ya uyaning buyaning jurillari paloni Pinjanlar kelsa, ashlarning uyida mehmon bo'ldi. Ashlarning uyida nag'ma havo bilan kutilib, mehmon bo'lib qaytdi. Uyg'urlar yana shularni Vay mushu davoninki beshidikilarda amaliyotda mushu qonundan eng xo'shilgan tarafim erkin degandek mushundaq insonlarning tuyg'usi seqiraydi. Bu qonun uning ustiga uchuq deyilgan yeri bor. Uning ustiga mayadaligi Amerikada grajdan bo'lish uchun o'tganda bir deb o'tib ketgan yerimiz bor. Amerikada grajdan bo'lish uchun so'riladigan ikki muhim savoldan birisi bor. Birisi faşist, Nazi partiyasiga a'zo bo'lganmi, uning propagandasini qilganmi? Yana birisi kommunizmninki propagandasini qilganmi? Kommunistik partiyalarga a'zo bo'lganmi degan savol bor. Agar mushning ikkisiga uqishmay, deb o'tib kelib qolsa, grajdanlik bo'lamaydi degan. Demak, bu yerda Amerikadan bir grajdan bo'lishninki eng cho'ng majburiyatidan birisi shunda faşist, Nazi partiyasi kommunizmga a'zo bo'lmaganlik. Endi hozir ma qonun endi loyihalansa, Uyg'ur xalqimiz uyg'onsa, haqiqatan nishonni mustaqillik qilib turib, mushu qonunga ega chiqalisi nima bo'ldi degan chog'da, mushu kommunizmning propagandasini qilayotgan mushundaq satqullarni jazolata olaymizmi Amerikada? Chunki Uyg'urlarni qo'g'dash qonunining ichidagi moddalarga asoslanib turib, yana birisi kommunizmning propagandasini qilgan qonundan foydalanib turib, amaliyotda mushundaq Xitoy oshiqlariga Uyg'urcha gap qila oladigan mankurtlarning haddini, jazosini bera oladigan amaliyotda eng yaxshi qonun mushu. Endi gap nima degan chaqda, shu Uyg'urlar shu qonun o'qibdika, shu qonun o'qibdika, advokatlikni o'qibdika deb endi akilib ashularga ishinib, ashular bir taraf qiladi deb bu qonunni yana atalmış Abdulum rayonining boshliqlarininki bolalariga ishinib, mush qonunni ijro qildirdi desak, bu flop tushuladi bu. Endi bu yerda rasmiy mustaqillikni asosiy ona nishoni qilgan qon qiniga singan Uyg'urlar pul ba'sa Amerikada o'tganda bir deb o'tib ketgandan o'zak iqtisodli bo'lsa Amerikada advokatdan to'la narsa yo'q. Haqiqiy mush Amerikaning siyosatini tushundigan advokatlarni tutib turib, tashkilotlarimiz bir yerga kelib turib, mana shu abay degandek bizning aql, zehnimiz, nafsimiz mustaqillik bo'lib, endi ma qonundan qanday foydalanamiz deb, haliqi atalmışlarninki bolalari shu atalmış Şinjan Uyg'ur Abnum rayonining rahbarlari kas kutib oladiganlarni millatimiz to'nib yetishi, jamiyatdan siqib chiqarish kerakki, bu qonunning foydasini xalqimiz ko'rsin. Ular chatga qilish kerak-da. Abdurumjon, Ben bir gapni
Bendiler, keçirsizler. Əməliyyatım ən axırqı bir tal xulası sual qalğan bu sualını sizlər allaqachon chiqirib qo'ygan. Shundaqdimi men bir qatim so'rab o'tay. Sizlar agar ko'nglinglarda men shuni to'liq deplamabdiman desanglar, qatnashtirsanglar bo'ladi. Deb bo'ptiman deb o'ylasanglar, javob bersanglar bo'ldi. Ən axırqı xulası qilib aytganda, shu Uyg'ur inson haqlari qonuni yo'lga qo'yilsa, Xitoy hukumatiga zarba berish ehtimolligi bormi? Bu qonundan Uyg'urlar hayajonlanib qo'shallansak bo'lamdi degan savol ekan shu. Mencha hozir qadar javob chiqib bo'ldi uchinglardan. Abdurimjonga qoldi. Qolgan pul qo'ygan yerlar bo'lsa to'liqlasanglar, shuning bilan eng axirgi savol shuning bilan tugasa deyman. Rahmat. Başlanglar. Abdurimjon chiqib ketdimi? Erken sen gapirdi, Abdurimjon ovoz anglanmayotamda. Endi menimcha bu nimada xulosa asosan chiqib bo'ldi deb o'ylayman qarindoshlar. Xulosa chiqib bo'ldi. Biz jarayondan tortib hamma jarayonlarni asosan tushundirdik. Aniqki bu yerda boy degandek Xitoy hokimiyati dedingiz. Xitoy hokimiyatini masalan CCP hukumatini hozir shunaqa keldi-ku deyotgan gapingiz. Xitoy hokimiyati bugungi kunning o'zida butun dunyoning o'zida rasvoyi chiqdi. Masalan bu g'arbning axborotlarida bo'lsin, hamma yerda bo'lsin, masalan Amerika o'tirib Xitoy amaldorlari CCP chuqum jazolanish kerak deganlar Uyg'urning ichidagi shuar emas. Hozir prezident Donald Trampdan so'raydigan savol shu. Buning jamoat fikrimi to'liq hozirlanib bo'ldi. Masalan, hozir Amerikaningki sepini tanlab o'tirib, Xitoydan masalan to'lam elish. Avval to'lamdan boshlandı, hozir yotgan korxonlar, o'lgan insonlar texi o'lyotdi. Mushning qarta hatto nurg'unlarning kesimlarini chiqib bo'ldi. Qanchalik pul to'ltish masalasidan tortib. Bu avval kimdan surishtirildi degan chaqda shu avval berib, mushu virusni paydo qiluvchi kommunistik hokimiyat buni yolg'a uchirib berganmi? Kommunistik hokimiyat bugungi o'ziningki dunyoning mush holatga kelganmi? Asosli shu hokimiyat bo'lgandan keyin albatta bu hokimiyatdan cho'qim hisob oladi bundan. Hisob oldigan yo'lga menimcha bo'lgan chaqda 70% holat kep bo'ldi. Ayni vaqtida masalan bizning inson huquqi bo'yicha BDTda Birlashgan Tashkilotida 190 necha davlatninki 23 bizni qo'llab, qolgan tarafi Xitoyda turgan bo'lsa, bugun Xitoy CCP hokimiyatining mushu virusi tufaylidan butun insonlar bu hokimiyat o'sh bo'lganligi tufaylidan, ziyon tortganligi tufaylidan, adolatsizligi tufaylidan endi bo'lgan vaqtingizda asta-asta Donald Trump hokimiyatining bu yerda yana yig'ilyotdi. Buning keyiniga kelyotdi. Masalan, Avstraliya o'zining ifodalarini bildirdi, hatto 100 dan eshib ketgan ahvollarni ko'ryapmiz. Andaq bo'lgankan, demakki bu yerda butun javobgarchilik Xitoy kommunistik hokimiyatiga qoldi degan gap. Bu cho'ng jihatdan Xitoy hokimiyatidan bundan menimcha bo'lgan chaqda 100% hisob oladi, dunyo hisob oldi. Mustaqillik ishlarimiz uchun 100% bir yo'l chiqdi. Ham 100% bo'ladi deb o'ylayman mening ishonchim. Endi gap bu yerda qaysi degan chaqda mustaqillik masalamiz nurg'un qarindoshlarimiz deyotgandek, men 10 yil, 20 yil, 30 yil deb o'ylamayman. Bu yerda bizning avval zulm oxirlashgandan keyin mening tushuncham bo'yicha bo'lgan chaqda Sharq Turkistonning umumiy vaziyatidagi hozirgi zulmni to'xtatish masalasi Amerika va G'arb dunyosi bo'libmi, Amerikaning kontrolida ostida bo'lgan ahvol ostida cho'ng jihatlardan. Endin bu yerdagi zulm oxirlashgan ahvol ostida endin bizningki qolgan mustaqillik taraflarimiz, mustaqillik yo'llarimiz albatta bu yerdan qarindoshlarimiz degandek qolgan ish bizning mustaqillik irodamizga bog'liq. Xalqning mustaqillik irodasiga bog'liq. Endi kelgusdagi u yerda ish ko'rish planda qanday biz buni bilmaymiz. Ammo bu yerda xulosa gap butun dunyo xalqininki hozir 100 dan ortiq davlatning hatto buni qo'shilyapti hozir qolgan davlatlarmi Xitoy hokimiyatidan hisob olish kerak degan nuqtaga kelgan davlatlar 100 dan ortiq ish ketdi. Andaq bo'lgankan bu yerda ayni vaqtida BDTdan Birlashgan Tashkilotidan Amerika tarafida turganlar yoki bizning tarafimizda turganlar 23 bo'lgan bo'lsa, amdiki nuqtaga kelgan vaqtda Xitoy hokimiyatini o'sh ko'rdigan bunday hisob oldigan taraflar 100 eshib ketdi degan. Andaqkan albatta bizning millatimiz biz cho'ng jihatlardan
bu çoğun jihatlardan biz yaxshi natija qarab ketyapmiz. Millatimiz albatta menmu xo'shal. Har kundagidek bunda xabarlardan chiqqanda xo'shalman. Ishqi qo'sh bo'lishga tegishli millatimiz. Ya onun için ma erkeninki gibi men qo'shim chiqib qo'ydigan yerimiz biziliki har bir Uyg'ur mushu mustaqillik davomizda amaliyotda bir askarda. Bayı nemişki bir Uyg'ur neçə yüz Xitoyga taqobil tug'dak bir jasorat bilan amaliyot bilan harakat qilishimiz kerak deymi degan chog'da biz hozir nima ish qila olamiz, qo'limizdan nima ish keldi deydigan bir savol bak umumlashib qolgan ish-ku. Bu qo'limizdan nima ish keldi, biz nima ish qila olamiz, qo'limizda bir pichoqning sunug'i bo'lsa deydigan. Ya amaliyotda hozir bu ilqi qo'liga qurolni eplam berib bir Xitoyni otadigan vaziyatda emas albatta biz u kunlarmi kelar. Ammo hozir bu texnika hozir dunyoda bunday aytgan chog'da bir ilqi bilim onun için şu hozirgi vaziyatda media urushi bo'lyapti hozir. Amaliyot urushga kirib bo'ldi. Amerika bu Xitoy bilan erkin degandek nurg'un davlatlar Amerikaning tarafidan ep bo'ldi. Endi bizning har bir Uyg'urning hech bo'lmasa qila oladigan asli sistemali qilsak degi yaxshi. Agar har bir Uyg'ur men nima ish qila olaman desa, o'zi turayotgan davlatlarningki Xitoy bilan munosabatini buzadigan ishni qila oladi. Masalan, hozir bizim inqilobimizdagi eng bo'lmasa qila oladigan eng cho'ng jihad nima desa, biz mujohidlar ana buni deymiz. Eng cho'ng bizning qila oladigan bu jihad deganni yomonligi terrorizmga bog'lab qo'q ketadigan insonlar va amaliyotda bu jihad degan shu qo'lingda qurol bo'lsa, qurol bilan bo'lmasa ilming, biliming bilan bo'lmasa eng bo'lmaganda og'zingdagi so'zing bilan mujodil qil degan gap hamdi. Bundan unda qo'q ketishmi kerak emas. Şu mücadeleni qilma degan insonga hozir fursat degan to'shiq. Masalan, eng bo'lmaganda o'zining ba'zi shaharlar bor. Xitoydagi yana bir shaharlar bilan do'stlik munosabat qurib olgan shaharlar bor. A shaharlik hukumatlarningki to'rbetga kirib baqsanglar, Xitoydagi faloni Zhejiang bu bir nima shaharlar bilan do'stlik qurgan degan. Shu shaharlik hukumatlar bilan aloqalashish, shu shaharlik hukumatning shahar boshliqlari bilan, shu komissionerlar bilan paranglish orqali Xitoyning abtibashasini ichib aşağıda bu qanchalik haşa orqali xizmat hashaga sep turib mal setayotganligini, mal ishlab chiqarayotganligini bunda qilishning insoniyatga va dunyodagi insonlik axloqiga uyg'un kelmaydiganligini bildirish va buningdek nurg'un ishlarga Xitoyga zarba bera oladigan. Masalan, bir davlatning ba'zida misol o'tgani kallamga kelib ketgan ishlar nima bo'ldi desa, ma'lumki Hindistonningki xatolashmasam Botanmi qaya bir yerda Hindiston bilan Xitoy so'qishdi. Aşağıda ben kallamga nima keldi desa, keşke shu yerda biz bir 4 tal qurolliq Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, Xitoy tarafga tatat atgan bo'lsa, amaliyotda ba'zida bir pay o'q, bir pay o'qning etilishi bir davlatning urushiga sabab bo'lganlar bor. Çoğun bir urushninki partlab ketishiga sababchi bo'ladigan bittal saranga hatta ba'zida. Aşında ishlarda bir davlatning, hatta bir davlatga kuchimiz yetmas bir shaharning Xitoy bilan do'stligini qanday buza olamiz? Hozir bizning qila oladigan mujodilamiz mana shu. Xitoyni qanchalik ojizlashtira olamiz? Amerikadan chiqqan qonunlar orqali qanchalik ojizlashtira olamiz va o'zimizning qudrati orqali bir kishilik hassimizni qo'shib Xitoy bilan davlatlarning yoki shaharlarning va yoki hukumatlarning o'tirisini qanday qilib buza olamiz? Shu harakatlarmi amaliyotda mustaqillik mujodilamiz shu bizniki. To'g'ri, rahmat. Abdurimjon aka, sizning to'liqlaringiz bormi? Lekin men bu telefon bilan kirganman. Telefonning batareyasi qizib avtomatik. Eng oxirgi xulosa savol sizning kompyuter bilan gaplaringizni istasangiz bo'ldi. Ben hozir kompüter bilan kirdim. Bu hozir xulosaga keldim savolninki. Eng oxirgi xulosa savol. Savol chiqyapti. Rahmat, hali yaxshi men ulgurib kira olibdim. Endi bu shunchalik fikrlashdik, 2,5 soat, 2 soat qoldi qarindoshlar. Men suhbatni yaxshi o'rinlashtiribsiz. Savollarim shunchalik yaxshi qanoatlanlik, yaxshi savol bo'libdi. Anlagan qarindoshlarga ming rahmat. İşqilib şu qonun mayli qonun bo'lsin, mayli Amerika hatto bevosita NATO qurolliq uyaga kirmoqchi bo'lsinmi, bu ishqa biz ega bo'lishimiz kerak Uyg'urlar, bu chet ellik Uyg'urlar. Yoki Sharqiy Turkistonni Amerika ozod qilib bermaydi,
biz chet elda o'tirib biz ozod qilmaymiz, vatandagilar o'zi ozod qiladi deb millionlab lagerda qirg'in bo'lib yetayotgan qarindoshlarimizga eshakning o'ligini otgandek otib qo'yib, jamlayotganlarning o'zi diqqat qilish kerakki, xalqni bunda qaymoqlamaslik lozim. Bu chet eldagi har bir Uyg'ur, chet elda 1,5 milliondan ortiq Uyg'ur bor deb qaraymiz. Har bir Uyg'urning o'zi vaqti kelgan chog'da qo'liga qurol elib vatanga hujum qiladiganga tayyor bo'lish lozim. To'g'ri. Shu bu qonunni xuddi Xitoyga qarshi biz urush quvvatimiz oldingi sapda degandek bir hissiyot bilan, shunday aqida bilan bu qonunning oqisida mustahkam turishimiz kerak. Har bir Uyg'ur shunday bo'lish lozim. Rahmat. Rahmat. Ko'p yaxshi jihatlardan ta'kidladingiz. Efendiler, bugün shunday yaxshi savolimga javob berdinglar. Hammanglarga Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Ko'p vaqtinglarni olib qo'ydim. Mush ekran oldidagi butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizga rahmat. Shu qimmatli vaqtinglarni chiqarib bizning shu suhbatlarimizga ham suhbat bo'lib anglag'inglarga, qo'llab berganinglarga rahmat. Keyingi shu Ramazonning ulug' Shavin qadrli kechi kunduz duo talovatlaringlarda Sharq Turkiston davlatimiz uchun, zaminimiz uchun mustaqillik duolaringlarda yod etishinglarni umid qilaman. Ham shunday qilyotdi deb umid qilaman. Bo'ldi, amsa xo'sh, Allohga omonat. Kechinglar xayrli. Allohga omonat. Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshim, bu kech sizdan emas. Huzuringizda hikmatli so'zlar. Kutishingga loyiq odam bo'lsalar, saqlash go'zaldir. Bosh ko'tarish uchun bir mezgil bosh cho'kirish kerak. It bilan ilishib it bo'lma. Agar ilishsang, yo'lvas bilan ilish. Ya sunsun bilak yoki cho'ng'aysin yurak. Shamol qayoqqa kuchli chiqsa, shu yoqqa yurganni axlat deymiz. İnsanlar gullarning orasida tikanlarning bo'lganligidan shikoyat qilguncha, tikanlarning orasida gullarning yaratilganligiga shukr qilishi lozim. Kishi o'zining kim ekanligini bilmoqchi bo'lsa, kimlarni sevganligiga qarasin. Qilishga tegishli yaxshi, foydali ishlarni ertaga qo'yma. Erta bo'lishi, lekin sen ertaga chiqamay qilishing mumkin. Kema qirg'oqda eng bexatar. Ammo kemaning vazifasi bu emas. Haq so'zni qilishga qodir bo'lamasang, nohaq so'zga bo'lsa-mu chavoq chalma. Bulg'angan muhitda uzun turgan kishining sap havoda beshi og'riydi. Kun ko'ray desang, kundan burun o'rningdan tur. Hurmatli qarindoshim, bu aqalliya so'zlardan ozroq bo'lsa-mu bahra olsangiz, mening xushlig'im shu. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Pişmanlık ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlilerimize deva ver ya Rabbi. Bu geceki tevbemizi ömrümüze kefaret eyle ya Rabbi. Tevbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz. Haram ve günahlarımıza içimizden gelerek ya Rabbi. İçimizden gelmiyorsa bile şu anda günahsız çocukların hatırına ya Rabbi. Affedilmeyecek günahlarımız varsa bile sen Allah'sın. Sen Allah'sın. İstersen affedersin. Affet de kurtulalım ya Rabbi. Eğer ömrümüz kötü gidecekse, ömrümüzün bundan sonraki bundan öncekinden hayırsızsa, Allah'ım ölümü bize yakınlaştır ya Rabbi. Allah'ım bizi cehenneme düşecek bir ömür verme ya Rabbi. Allah'ım bizi cehenneme çekecek mal verme ya Rabbi. Allah'ım bizi cehenneme götürecek çocuklarımızı ıslah eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin. Yüzümüz kalmadı. Dua ediyoruz, bir yere gidemiyoruz. Doğu Türkistan'da Müslümanlar öldürülüyor ya Rabbi. El uzatamıyoruz, ekmek gönderemiyoruz. Oruç yasak Müslümana, dünya susuyor. 3 tane dinsizin, 3 tane ahlaksızın
dinimizde Ramazan'la alay ettiği şu günlerde Müslümanın orucunu yasaklayan dinsiz Çin'e kimsenin gıkı çıkmıyor. Allah'ım senden başka gerçekten sahibimiz yokmuş. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Senden başka gerçekten yardımcı yokmuş. Bize yardım et ya Rabbi. Bizden önce o Müslümanlara yardım et ya Rabbi. Namuslarını kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi memleketlerini kurtar ya Rabbi. Canlarını kurtar ya Rabbi. İmanlarını kurtar ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Hakkımızda hayırlı olanı nasip et ya Rabbi. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna ve şfi mervana ve erham mevtana bi hurmetil Fatiha.